Global savollardan biri, nega bugungi kunda homiladorlik jarayonlari qiyinlashmoqda? Erkaklar bepushligi bilan ayollar bepushligi hozir teng. Lekin mana bunaqangi bepushtlik bilan homilador bo'lgan qizlarimiz Qadrlashadi. judayam homiladorlik e'tiborli bo'lishadi. Onalarga aytgan bo'lardim, hozir shunaqangi ko'p o'smir qizlar, yosh qizlardan ham shunaqa savol ko'p keladi. Qizlik pardasi bo'yicha beradigan savollarda ona bilan qizi o'rtasida uzilish bor. Akasi singlisini olib kelgan oldimga, ishonasizmi? Aka olib kelgan qizchalarni o'smir yoshdagi yigitlar bilan qoldirmasliklarini. Bizda qanaqa tug'ruqqa tayyorgarlik ko'ramiz? Birinchi sumka yig'amiz. U o'ylaydiki, ginekolog gaplashaman, lekin ginekolog uning uchun kuchani bera olmaydi. Ayol agar o'zi bilim bilan borsa, unga hech kim ziyon yetkazmaydi. Ona nimani his qilgan bo'lsa, bola ham xuddi o'sha emotsiyani gormonlar orqali, ruhiyat orqali his qiladi. Ko'pchilik og'riqli hayz bu norma deb o'ylaydi. Bu norma emas. Organizm yoshligini uzoqroq saqlab qola olamiz. Insonni men ayta olaman, qancha og'rig'i kuchli bo'lsa, shuncha yuqoriga sakrash bo'lar ekan. Assalomu alaykum Yashil TVning aziz muxlislari, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz va bugun ana shunday manfaatli intervyulardan biri bo'ladi va studiyamizning mehmoni bugungisi Havo klinika asoschisi, 11 yillik tajribaga ega bo'lgan akusher ginekolog, reproduktolog, yana undan tashqari ko'plab soha vakillarining asoschisi bo'lgan Feruzaxonim Rahimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz. Rahmat. Undan tashqari yana bitta narsani aytish esimdan chiqdi, tanishtiruv davomida. Hozir yengil tug'ruq eksperti hamda tinchmisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Feruza, oxirgi paytlarda nima bilan bandsiz? Oxirgi paytlar biz hozir klinikada jamoamiz bilan o'zimizni doimgidek bemorlarimiz bilan bandmiz va eng katta qilgan ishimiz yengil tug'ruq bo'yicha yana dasturimizni boshlaganmiz. Qizlarimizni tug'ruqqa tayyorgarlik ko'rishlariga yordam beryapmiz va tug'ruqdan keyin to'g'ri tiklanishlariga yordam beryapmiz. Oxirgi yillarda umuman yangiliklarni ko'p qilyapsiz, ko'ryapman. Yaqinda o'zim ham klinikangizga borgandim. Juda ham zo'r texnologiyalar bilan rivojlangan va oxirgi paytda boya gaplashgandek, eng zo'r texnikani olib kiribsizlar. Genetika haqida aniqlaydigan. Shunaqa gapirib bering. Tekshiruv usuli. Shular haqida gapirib bering. U bizda yo'q ekanda. O'zbekistonda menimcha birinchi marta sizlarda. Havo klinik faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lmadi. 1 yil bo'lmadi hali va bizda ayollar jamoasi, hamma shifokorlar ayollar va faqat ayollar va bolalar uchun xizmat ko'rsatamiz. Va bu klinikamizda hozirgi kunda haqiqatan O'zbekistonga endigina kirib keldi yangi tekshiruv usuli. Bu genetik test hisoblanadi. Bu test O'zbekistonga endi kirib keldi va biz ham bu testni yo'lga qo'ydik. Bu test qanaqa qilinadi? Ayoldan qon olingandan keyin 5 ta ekzemplyar qon olinadi va bu qon birdan O'zbekistonda tekshirilmaydi. Bu yuboriladi, Yevropaga yuboriladi va Yevropadan uni javoblari keladi. Birinchi bo'lib bu testni o'zimda o'tkazib ko'rdim. Tekshirib ko'rdik va haqiqatan bu test haqida biz avval juda ham ko'p eshitganmiz, lekin imkon bo'lmagan buni qilishimiz uchun, chunki buni qilish uchun yoki Yevropaga yoki Amerikaga borish kerak edi. Va lekin niyat qilgandim, bir kun boraman, qilaman deb va shunaqa imkoniyat tug'ilib qoldi, o'zimizga kirib kelib qoldi va endi biz bu testni hamma insonlarda hatto o'tkazishimiz mumkin. Bu nima beradi insonlarga? Demak, barmoqdan qon olish bilan, oddiygina qon bilan yoki so'lak bilan yoki ayolni peshobi orqali ayolni genetikasini tekshirish mumkin yoki erkakni, farzandlarimizni hammasini-da. Bu har xil yo'nalishlarda o'tkaziladi. Masalan, bitta yo'nalishimiz bu insonning hayot tarzi bo'lsa, ya'ni sizni hujayralaringizdagi proseslarni o'rganadi. Biz bu genetik, xuddi shu genetikada biz tug'ilganmiz, buni o'zgartira olmaymiz va uni ichida biz yoqib yoki o'chirib qo'yadigan genlarimiz bor. Bular qanaqa? Masalan, qaysidir kasalliklarga bizda moyillik bor deb o'ylaymiz. Aytaylik, qandli diabet, gipertoniyada infarkt, insult bo'lishlik mumkin insonlarda yoki hattoki sirroz bo'lishi mumkin. Ayrim bir kasalliklarga bizda moyillik bo'ladi yoki qanaqadir rak holatlarida balki moyillik bo'lmasligi ham mumkin. Bu testni ko'pchilikning xabari bor. Masalan, Angelina Jolie tekshirtirgan o'zida. Tekshirtirgan vaqtida unda aynan shu gormonlarning genetikasi tekshirilgan vaqtida aynan ko'krak bezida muammo bo'lishligi mumkinligi oldindan bilingandan keyin u o'zini ana shu ko'kragini oldirish operatsiyasini va implant qo'ydirish operatsiyasini bajartirgan. Bu test demak tekshirganimizdan keyin sizga qaysi ozuqalarni hazm qila olmaysiz, qaysisini hazm qila olasiz, qaysi vitaminlar sizga to'g'ri keladi, o'zlash
faollashtira olasiz. Qaysidir vitamin umuman sizda ishlamasligi mumkin, balki uni aktiv formasi sizda ishlashi kerak bo'ladi. Jigardagi qanaqadir detoks fazalari qanaqa ishlayapti, birinchi, ikkinchi, uchinchi faza detokslaringiz qanaqa ishlayapti, ana shu aytilgan gormonga bog'liq bo'lgan rak holatlarini oldin olish mumkin. Juda ham chuqur tekshiruv, bu meditsinani yuqori cho'qqilaridan biri deb hisoblayman, chunki biz o'sha kasallikni davolamaymiz, kasallikni oldindan biz bilamiz, oldindan bilib, oldindan uni oldini olib qola olamiz. Bu yangicha imkoniyat. Yangi imkoniyatlar. Keling, Feruza opa, o'sha umuman sohaga qanaqa kirib kelganingiz haqida so'ramoqchiman. Birinchi o'zingiz haqingizda so'ramoqchiman. Siz 11 yildan beri aynan shu ginekologiya sohasidasiz va nima uchun ushbu sohani tanlagansiz o'zi? Ginekologiya o'zi ota-onam shifokor, dadam xirurg bo'lganlar, juda ham qo'li yengil. Shifokorlar oilasidan chiqqansiz ekan. Shifokorlar oilasidaman, dadam juda ham qo'li yengil jarroh bo'lganlar va ularni kollektivida ham, biz yashagan joyimizda hamma tanirdi, hamma hurmat qilardi. Va ular 49 yoshlarida vafot etganlar. Aynan infarktdan vafot etganlar. Xuddi shu narsa, men o'zim genetik test topshirganimda shu narsaga moyillik chiqdi. Mana shu testda chiqdi. Men bu narsani hozir oldindan aniqlab va uni oldini qanaqa olish mumkinligini o'sha oldindan bizga tayyor formulada nima qilsang shu narsa senda kelib chiqmaydi. Genetik testim tahliliga ko'ra, hozir savolingizga ko'ra bu narsaga yana ham oydinlik kiritib aytib ketaman. Aynan B gruppa vitaminlari bizni genetikamizda, qonimizda yaxshi o'zlashtirilmasligi aniqlandi. Oddiy B12, B9, B6 ichganimda ular menda so'rilmas ekan va bu narsa menda gomosisteinni ko'tarilib ketishiga, tomir strukturasining buzilishiga va bu kelajakda miyada va yurakda qon aylanishning birinchi o'rinda buzilishiga olib keladi. Bu infarkt, insult xavfi degani. Bu nevrologik o'zgarishlar degani, bu psixik buzilishlarga olib kelishi mumkin deganida. Va bizda intellekt juda ham, dadamda juda ham baland bo'lgan, IQlari juda ham baland inson bo'lganlar. Buni nima uchun bemalol ayta olaman? Ular har doim mana qaysi joyga kirganda har doim hammadan yuqorida turgan inson bo'lganlar. Bilim darajasidan, mana shu institutda bo'ladimi, ishxonada bo'ladimi, qanaqa kollektivda, hamma joyda intellekt darajasi yuqori bo'lgan inson bo'lganlar. Va biz u paytda mana bunaqa meditsina rivojlanmagan bo'lganki, o'zlari vrach bo'lishlariga qaramasdan, qanaqa yaxshi baribir sharoit bo'lishiga qaramasdan, bilasiz, meditsinada xirurg inson baribir qon bilan ishlaydigan insonda har doim stress holati bo'ladi-da. Qachondir masalan biz o'zimiz xirurgiyada mana operatsiyalar qilaman, qanaqadir siz kutmagan joydan qon ketishni boshlaydi, tomir ochilib qoladi. Qon ketish payti tomirni boylaguncha teriga botib ketasiz, o'sha tomirni. Chunki inson ko'p qon yo'qotib qo'yishi mumkin o'sha paytda. Bunaqa holatlar o'ylaymanki dadamda ham holatida juda ham ko'p bo'lgan va ularda har doim mana shu kortizol balonlab tushib turganligini endi tahlil qila olaman. U paytda biz kichkina qiz bo'lganman, 8-sinfda o'qirdim va aynan kichkina yoshligimdan boshlab ularni ishxonalariga borardim har doim, ish jarayonlarini kuzatardim, qanaqa operatsiya qilayotganlarini ko'rardim, bemorlarni qabul qilganlarini ko'rardim. Yoshlikdan shu narsani ichida o'sgansiz? Ichida o'sganman. Va har doim eshiklarim tagida, endi u paytda zapislar bo'lmagan, живой очередь, 30 ta 50 ta живой очередь bo'lardi. Biz kira olmasdik ichkariga. O'tib keting dadam oldiga, o'tib keting. Kichkina qizcha bo'lganman, ovozini eshitishmasdi. Anaqa aytaverasiz-ku, oxir qiz ekan, doktor qiz ekan, kirgizib yuboringlar deb yo'l beringlar, boshqa qilib kirgizib yuborish. Shunaqa очередь bo'lardi, shunaqa odam ko'p bo'lardi qabullariga kirish uchun va ulardagi juda ham ko'p insoniylikni ulardan o'rganganman, ko'rganman-da. Kirsak, birinchi etajda bo'lardi xonalari, kirib o'tirardim hamshiralar bilan, shunaqangi ko'p operatsiyalar qilardi. U paytda kichkina qizcha bo'lganman. Men vrach bo'laman deb o'ylamasdim, lekin u narsani ichidan his qilib turardim. Dadamni qanaqa qayg'urayotganini, qanaqa bemor bilan yaqin, anaqa nima deydi, o'zini jigari bilan gaplashadi-ku, odam jon kuydirib gaplashadi-ku. Nima qilding deb, xuddi shunaqa emotsiyada gaplashardilar. U qanaqa kiyimda, u qanaqa inson bo'lishidan qat'iy nazar, bundoq kirib kelsa patsientlari, kiyimi ahvoli yaxshi emas bo'lsa, pul berib yuborardilar oldilaridan, dorilaringni olasan deb. Mana shu narsalarni ko'rib katta bo'lganman.
onam kardiolog vrach bo'lganlar. Kardiolog bo'lganlari uchun ularda surunkali kasallar ko'p bo'lgan, yurak qon tomir kasallari va har doim kasallar qaytib kelaverardi ularni oldiga. Ular ham qarindosh bo'lib ketardi u kasallari bilan. Hozirgacha xabar olishadi, oyim hozir pensiyaga chiqqanlar. Xullas, bizni uyimizda ham meditsina mavzusi bo'lgan. Hamma joyda mana shu anaqada o'sganmiz. Ukam hozir shifokor bo'lgan. Oilaviy shifokorsizlar yana. Yo'q, men 5-qiz farzandman, 4 opam bor, ular shifokor emas. Ular qarang, oilada farzandlar har xil xulosa chiqarishar ekan. Masalan, biz 5 ta qizmiz, 6 ta farzand bo'lsak, opalarim har doim ota-onamni qiynalganini ko'rib hech qachon vrach bo'lmayman deyishardi. Men shular gapni eshitib katta bo'lganman. Opalarim aytishardi, sizlar nima deydi? Biz yomon yashamaganmiz, o'rtacha yashaganmiz. Shifokorlar asosan oylikchi bo'lgan. U paytlarda bilasiz, hozir meditsina ozgina biznes anaqa aralashib ketdi. Meditsina xodimlarining oilaviy sharoiti ancha yaxshilanib qoldi. Chunki bilasiz, hozir konsultatsiyalar, xizmatlar narxi ko'tarildi, operatsiyalar narxi ko'tarildi. Bu sir emas hech kimga. U paytda operatsiyalar shunchaki rahmat uchun qilinardi. Eslayman, dadamlar operatsiya qilishsa, masalan, kimdir osh olib kelsa, kimdir 2 ta handalak ko'tarib qo'yib ketishardi. Kimdir shunchaki pul qo'yib ketishi mumkin edi. Kimdir shunchaki rahmat deb ketishi mumkin edi-da. Ular hech qachon pul mana shuncha pul bo'ladi deb dogovor qilib operatsiya qilgan insonlamasdi. Shunaqa u paytda holat shunaqa bo'lgan. O'tish davri bo'lgan, insonlarning hammasi qiyinchilik payti bo'lgan. Hamma qo'lidan kelgancha bir-biriga yordam berib keturgan. O'zi otangiz o'zlari ham qayg'uruvchi inson bo'lgan ekanlar, mehribon. Qutqaruvchi inson bo'lganlar, hammani o'ylaydigan, yordam beradigan inson bo'lganlar. Mana shunaqangi holatda biz ko'p farzandli bo'lganimiz uchun opalarimni o'qitishda ba'zida qiyinchilik, pul yetishmovchiligi sharoitda nima deydi, yetishmovchiliklarni ko'rishgandan keyin oiladagi vrach bo'lib turib, to'g'risini aytaman, dadam shunaqangi qo'li yengil, eng yaxshi mutaxassis bo'lishiga qaramasdan nima deydi hali unaqa boy oila bo'lmagansiz? Yo'q, o'rtacha yashaganmiz. Masalan, e'tibor ber, hozir eslasam, bitta katta kiyim ko'ylaklar bo'lardi-da, o'sha ko'ylaklarni dazmollab yuvib kiyib ketardilar-da. Va hozir qiyinchiliklarda ular o'tdi-da endi misol uchun. Zamon hozir endi yaxshilandi-da, ular faqat bir mehnatda kasb uchun mehnat, oilasi uchun, biz uchun shunaqa mehnatdan o'tganlar faqat. Demak, otangizni qizi bo'lgan ekansiz. Siz sohadan ketibsiz. Shunaqa. Yig'lamang. Xo'p, mana ko'pchilik aytadi-yu, mana muvaffaqiyatli ayol, klinikalari bor deydi. Lekin shu muvaffaqiyatli yo'l ortida qanaqa zahmatlar turibdi? Meditsinaga kirish o'zi oson emas. Hamma vrachning o'zini bitta istoriyasi bor bu sohaga kirib kelishdagi. Meditsinani tanlash uchun yaxshigina bir jasorat kerak. O'zi ayniqsa ayol kishiga shuncha yil o'qiysanmi, nima qilasan degan savol boshidan berilishi boshlaydi. Erkak kishilar uchun ham bu jasorat, chunki tibbiyotni o'zida bu oddiy kasb emasda, insonning hayotini mas'uliyati borda. Shunchaki buning uchun anchagina katta yurak kerak bo'ladi. Meditsinaga birinchi kirib kelish o'zi. Imtihonlarga tayyorgarlik, institutga kirib olish, undan keyin 10 yil sabr bilan o'qish, keyin jamoaga kirib olib, u yerda o'rningizni topib olish, u yerdagi vrachlarning uchun ancha shogirdlik yurish kerak bo'ladi. Va undan keyin insonlar bilan munosabatda, insonlarning oldida mas'uliyat bilan ularning ishonchiga kirib, yaxshi vrach bo'lib olish uchun ham yillar kerak bo'ladi. Buni o'zi oson emas. Mana shu narsalarni o'ylaymanki, shu narsalarni ko'rgani uchun ham opalarim bu yo'ldan ketishmagan. Lekin hozir ukamning muvaffaqiyati, mendagi muvaffaqiyatni ko'rib ular nimaga biz o'sha paytda shunaqa qilmaganmiz deyishadi. Chunki ular hozirgi aytganimdek ota-onamning qiyinchiligini ko'rdi-ku. Ular har doim vrach bo'lsang demak yetishmovchilik bo'ladi, har doim patsientlaringni o'ylaysan, uyingga bemorlar chaqirib keladi. Shunaqa narsani faqat shunaqa xulosa bo'ldi-da ularda. Ular keyin mana shunaqangi moliya, iqtisod sohasidan ketishgan, hammasi oliy ma'lumotli. Keyin endi mana kichkina qiz bo'ldim, o'smir paytimda dadam vafot etdilar. Undan keyin biz vrach juda ham o'sha paytda o'sha nima deydi, vrach bo'lish xohlashimni juda ham his qildim. Tushunib yetgansiz. Chunki nima deydi, dadam vafot etganlaridan keyin ishxonalaridan hamma narsalarni olib keldik. Ularning instrumentlari,
kitoblari, hamma narsani olib keldik. Shunaqangi katta kutubxona, ko'p meditsina kitob. Endi bularni kim, nima deymiz, kim o'qiydi bularni-da? Bloknotlari, xullas, bizda endi dadam vafot etganlaridan keyin ularning ishxonalarida hamma bloknot, kitoblar, instrumentlarni olib kelishdi. Endi qarab, tahlil qilib o'tirganman. Endi o'smir qizcha bo'lganman-da, ko'rib o'tirib aytganman. Bularni endi kim o'qiydi? Shunaqangi to'la uy kitobda, shkaflar, to'la kitoblar, meditsinaga oid shunaqangi endi bir katta kutubxona qolib ketdi. Atlaslar bo'lardi, katta. Endi hozir mana internet zamoni. Hamma kitobni internetdan ola olasiz. U paytda u kitoblar yig'ilardi, sotib olinardi. Topib bo'lish juda ham qiyin holat bo'lgan. Dadam juda ham ko'p chet davlatlarda o'qiganlar, Rossiyaning juda ko'p davlatlarida bo'lganlar, Qozog'istonda ko'p davlatlarda mana shu o'zini nima deydi, meditsinaga oid juda ham ko'p bilimlarni olgan inson bo'lganlar. Va o'tirib o'ylaganman, bu kitoblarni endi men o'qiyman. Men vrach bo'laman. Endi mana shu yo'ldan ketishim kerak. Undan oldin men juda ham ko'p adabiyot, tarixni yaxshi ko'radigan, nima deydi, uchib qiz bola qanaqa bo'ladi? Yosh qizchalar, erkatoy qizcha, romantikroq bo'lasiz-ku. 5-chi qizman, tем более erkatoyroq, kenja qiz bo'lganman, erkatoyroq qiz bo'lganman. Ko'proq o'zimcha she'rlar yozgim kelib, mana shunaqa yuradigan qiz bo'lganman. Kimiyani ham yaxshi bilmasdim. To'g'ri, 8-sinf уже ximiya boshlangan, biologiya boshlangan, lekin menda unaqa muhabbat yo'q edi u fanlarga. Keyin biz anaqa ustoz olib o'qishni boshlasam, shunaqangi kirib ketganman, anaqa biologiyaning ichiga, ximiyaning ichiga shunaqangi yaxshi ko'rib, meditsinaga ongli ravishda kirib kelganman. Anglab kirib kelganman. Insonlarni bu hayotini, nima deydi, uzaytirishini, kimnidir oilasida kimnidir hayotini saqlab qolish mumkinligini, qaysidir bitta oilada onani hayotini saqlab qolish mumkinligini, farzand hayotini. Bu yo'l nima deydi, как bir kasb emas. O'sha u paytda tushunmaganman, hozir tushunamanki, bu narsa как missiyadagi bo'ladi. Ayniqsa meditsina, chin dildan his qilsangiz, bu diniy tarafdan olib qarasangiz ham, tabiiy holatda olsangiz ham bu как missiya kirib keladi. Bitta oddiy dorini назначать qilasizmi yoki biror bir operatsiya qilasizmi? Har bittasida insonga teginish huquqi faqat tabiblarga berilgan hisoblanadi-da. Va uni o'zining mas'uliyati bor. Bu dunyoda ham javobgarligi bor, u yoqda ham bor javobgarligi. Shuning uchun meditsinaga kim agar farzandini vrach qilmoqchi bo'lsa, buni ongli qilishi kerak. Havas qilib emas faqat. Uni inson o'zi anglashi kerak. O'sha meditsinaga kirib kelayotgan inson o'zi anglashi kerak. O'zi aslida o'sha og'ir holatlarni yaxshi ko'rardim-da, Anora. Masalan, onkologiyani yaxshi ko'rganman. Onkologiyada ishlagim kelgan. Onkoginekolog bo'lsammikin deb, onkolog bo'lsammikin deb o'ylaganman. Yoki bo'lmasa mana shunaqangi og'ir holatlarni yaxshi ko'rardim nimagadir. Bu ham o'sha kichkinaligimdan dadam qutqaruvchiligini ko'rganim uchun bo'lsa kerak, bu ham o'sha bolaligimdan kelib chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Onkologiyada biz praktika qilganimizda o'tdagi onkolog vrachlarga juda ham hurmatim baland. Juda ham irodalari kuchli insonlar. Ular chunki o'lim bilan kurashayotgan insonlarni hayotida har kuni ko'rishadi. Va ayam aytganlar, nima deydi, hayotimga eng kuchli ta'sir qilgan inson shu kungacha dadam deb o'ylardim, o'zim deb o'ylardim. Va keyin tushundimki, hayotimga o'zi aslida eng kuchli ta'sir ko'rsatgan inson ayam ekanlar. Nimaga unaqa? Men har doim dadamning qizi bo'lganman, dadamga ruhan yaqin bo'lganman. Ruhan juda ham yaqin bo'lganman. Haligi nima deydi, copy paste qilib olardim hamma narsani. Chunki ular ko'p mehr ko'rsatardilar. Ayam har doim band bo'lardilar, ishi ko'p bo'lardi. Endi ko'p farzand. Hozir mana 3 ta o'g'lim bor. Uchala o'g'limga e'tibor yetkiza olmay qolsam, ayamni his qilaman. Qanaqa qilib 6 ta bolaga e'tibor yetkazganlarini, tем более u paytlarda kirmoshinalar bo'lmagan, bunaqa yengilliklar bo'lmagan, hamma ish qo'lda qilingan. Shuncha narsadan oshib yana vrach bo'lib ishlab borib kelib, bizga o'sha mehr bera olmaganliklarini hozir tushunaman, lekin eng katta o'sha hayotimdagi o'sishimga sababchi bo'lgan inson ayam bo'lgan ekanlar-da. 7 yoshligimda maktabga kirishim kerak bo'lganda ayamni ayasinikiga jo'natishgan.
o'qish uchun jo'natishgan. Ularga sherik bo'lishim kerak bo'lgan. Ayam ayasi bilan dadasi ular alohida uzoq joydan turmushga chiqqan. Ular o'zlari edi. Ayamdan boshqa farzandlari yo'q edi. Yolg'iz qolganliklari uchun men ularga sherik bo'lish uchun borganman. Endi u paytda men unaqa sherikchilik degan tushunchani bilmayman. Hozir 7 yoshli o'g'limga qarasam, qanaqa berib yuborishganikin deb. Men hozir kanyikulda даже berib yubora olmayman uni. Nima qiladi u yerda? Qanaqa bu anaqa emas, himoya emas, prosta tarbiyasi qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? U hozir o'qishi kerak, nima bunaqa qilishi kerak degan e'tibordan chetda qolib ketadi degan narsa borda hozir mening miyamda. Sog'inadi-ku bizni degan narsa bor. U paytda endi ayam farzandi ko'p bo'lganki, ayam o'zini ota-onasini o'ylagan, sherik bo'ladi deb o'ylashgan, yuborishgan paytida o'sha paytdan boshlangan o'zi asli o'sish nuqtasida hayot uchun kurash boshlangan. O'sha paytda hozir o'ylasam, u yerga borgandan keyin begona muhit, qo'shnilar, hammasi qarindoshlar, tanqidiy fikrlashlar bo'lgan u yerda misol uchun. U yerda maktabga kirganimdan keyin u yerda hamma ko'pchilik bir-birligini taniydi. Begona kirib kelasiz-ku. O'sha joyda boshlangan o'sish. U yerda haligi shevingiz boshqacha, o'zingiz boshqachasiz. Keyin nima deydi, sal tortishib qolasiz, bola bo'lasiz, urishib qolasiz. O'sha paytda nimadir deyishsa, yoqmagan. Anaqa deyishadi, nima deydi? Как begona qilishadi. Begona bu yerda emasligingni begona qilishadi. Bu yerda emassan. Uying bu yerda emas tepada. O'zi degandek shunaqa hisni berishardi har doim. Shunaqa his bilan kurashib yashab chiqqan insonman-da. Ichimda shunaqa narsa bo'lgan har doim. O'sha paytda boshlangan o'sish, men hammadan zo'r o'qib, o'zimni ko'rsatib qo'yishim kerak. Maktabda zo'r o'qishim kerak, institutda yaxshi o'qishim kerak. Shunaqa. Xullas, bu narsa kurashuvchilik hissini ayam berganlar. O'shani hamma narsadan chiqib ketish kerak. Mana hozir Toshkentda hech qanaqa tanish bilishimiz yo'q, misol uchun bizda qarindosh urug'larimiz yo'q bu yerda bizda. Lekin shu yerga kelib, turmush o'rtog'im bilan joylashib, tanish bilishlar, qarindosh urug'dek bo'lib ketadigan insonlar orttirdik. Masalan, o'zim klinika ochishimga yordam berdilar. Kollektiv qildim, komanda qildim. O'zimizda. Shaxsiy brend qilishga harakat qildim. Ginekologlarning ichida o'zim o'rnim topishga harakat qildim. Bu qanchalik buni hali uddaladim deb o'ylamayman. Bu hali yo'li boshlanishi. Lekin ana shu kursdoshlarim savol berishadi-da. Mana hozir biz birga bitta start bir xil bo'lgan-ku, hammamiz bir xil kirganmiz. Lekin institutga mana shu kirib borish etapida kursdoshlarim qanaqa qildingiz deb so'rashadi-da. Nima qildingiz? Qanaqa qilib qildingiz? Biz hali unaqa o'sib ketmadik-ku. Qanaqa o'sib ketib qoldingiz? Shunaqa savol berishadi. Bu narsada insonni men aytolmayman, qancha og'rig'i kuchli bo'lsa, shuncha yuqoriga o'sish, sakrash bo'ladi. Tezlashadi. Tez bo'ladi. Og'riq bo'lishi kerak. Sizga berilgan travma, sizga berilgan og'riq sizni kuchli qilib beradi. Foydangizga ishlaydi. Da, sizni foydangizga ishlaydi. U mana bunaqa bo'lgan deb o'tirsangiz, kimgadir u travma bosib qo'yadi, tushib qoladi, tushkunlikda kimdir o'sha travmani olgandan keyin naborot o'sib ketib qoladi. Shunaqa deb o'ylayman. Xullas, zo'r meditsinaga kirib kelganim, bundan juda ham faxrlanaman, xursand bo'laman. Hop, yana menda bitta savol bor. Integrativ vrach ham ekansiz. O'zi u qanaqa vrach degani? Integrativ meditsina bu kasalliklarni oldini olish, insonlarning umrini uzaytirish, yosharishiga, tanani yoshartirish uchun xizmat qiladi. Bu prosta nutritsiologiya deb o'ylaydigan insonlar ham bor. Nutritsiologiya emas. Bu preventivniy meditsina, integrativniy meditsina, anti-age meditsina deyiladi. Antivozrastная terapiya degan terapiyalar bor hozir. Bular Yevropada oldindan bo'lgan, Amerikada bo'lgan bu narsalar faqat O'zbekistonga, Rossiyaga kirib kelganiga juda ko'p bo'lmagan hali. Va bu meditsinaga qarshi hattoki Rossiyada ham juda ham ko'p qarshiliklar bo'ldi. Bu hali ko'p batlar bilan davolash deb o'ylashdi. Lekin integrativ meditsina hozir yuqorida aytib o'tgan testimiz borki, genetik testimiz. Shunga o'xshab insonlarning kasalliklarini iloji boricha tabiiyroq, turmush tarzini to'g'rilash bilan davolab, tabiiy qo'shimchalar bilan ko'proqda, lekin traditsion meditsina bor. Bazaviy bizni haqiqiy meditsinamiz bor. Uni hech kim inkor qila olmaydi. O'tkir proseslarda integrativ meditsina yordam bera olmaydi. O'tkir proseslarda har doim biz o'zimizni meditsina yo'li bilan insonning hayotini saqlab qolamiz, insonlarga yordam beramiz, lekin integrativ meditsina bilan juda ko'p kasalliklarni oldini olib qolamiz.
va ularni yengil yo'l bilan, tabiiy yo'l bilan umrini uzaytirib, yoshartira olamiz. Organizm yoshligini uzoqroq saqlab qola olamiz. Bu shunaqa meditsina. Aha, tushunarli. Instagramingizda ko'rib chiqdim. Instagramda aktiv ekansiz, faol ekansiz, postlar qo'yib turar ekansiz, manfaatli har xil. Menda bitta savol bor, ko'proq qiziqdi menga. Direktingizga ko'proq qanaqa savollar kelib tushadi? Direktimga turli xil savollar ko'p keladi. Endi menga eng ko'p og'riqli bo'ladigan savol bu qizlarimizdan keladigan savol. Qizlarni mana shu aynan qizlik pardasi bo'yicha beradigan savollarida, qizlik parda tekshirasizmi? Shunaqa savollar hozir juda ham ko'p kelyapti. Bu qizlarni tushunaman. Vrachga borib, yuzma-yuz borib savol berishi birdaniga qiyinroq. Shuning uchun balki ular ijtimoiy tarmoqlardan vrach qidirib ularga yozib ko'rsa kerak. Lekin bu o'zi asli mumkin emas. Shifokor yordamida uni tekshirtirish, nimadir qilish bu mumkin emas o'zi. Qonuniy tarafdan ham hech qanaqasiga mumkin emas. Buni faqatgina sud-medekspertizani haqqi bor bu narsa bo'yicha ularga xulosa berishga, tekshirib berishga. Faoliyatimda ikkita narsa bilan shug'ullanmayman. Aynan mana shu narsa bilan shug'ullanmayman va abort masalasi bilan shug'ullanmayman. Qachon bizda abort bo'lishi mumkin? Agar o'smay qolgan homila bo'lsa, kichkina muddatdagi yoki bo'lmasam bo'ladi. Nuqsonli homilalar kichkina muddatda bo'lsa, tabletkalar yordamida yordam bera olamiz yoki vakuum aspiratsiya yordamida. Qolgan hamma holatlarda tug'ruqxonalar, davlat muassasalari bu ishni qonuniy hal qilib beradi o'z aslida. Qizlarimizdagi endi bu muammo hozirgi kundagi mana shu aynan internetlar, ijtimoiy tarmoqlarni o'ta rivojlanib ketganligi, qizlarning tarbiyasida ozgina befarqligimiz borligini belgisi deb hisoblayman. Onalarga aytgan bo'lardim. Hozir shunaqangi ko'p o'smir qizlar, yosh qizlardan ham shunaqa savol ko'p keladi. Qizinglarni juda ham qattiq ham ushamanglar. Bu narsa qizlarda bu ham ruhiy muammoga olib keladi. Yoki juda ham bo'sh qo'ymanglar yoki juda erkin bo'lib ketadi. Erkin bo'lib ketishi yoki qo'yib yuboriladi. Mayli, erkinlik boshqa narsa. Ona bilan qizi o'rtasida uzilish bor, bo'shliq bor, masofa bor. Agar onaga qiz bemalol kelib fikrini ayta olsa, kimnidir yoqtirishini yoki nima qilib yurganini qo'rqmasdan agar ayta olsa, qiz shu holatgacha ham yetib kelmaydi-da. Ona uni ushlab qola oladi shunaqangi xavfdan, shunaqangi yomon yo'lga kirib qolishdan yoki adashib qolishidan, hayotini barbod qilishidan. Bu juda katta travma. U yigitiga tekkan taqdirda bilmadim qanaqa bo'ladi, lekin boshqa insonga uni aldab turmushga chiqadimi, nima bo'lgan taqdirda ham bu qizning ongida, miyasida har doim bu narsa aybdorlik hissi, keyinchalik qanaqadir ruhiy muammolar yoki ginekologik kasallikligi sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham qizlar hali tushunmaydi bu narsani-da. Buni o'yin deb qabul qilishi mumkin yoki mehr e'tibor oilada yetishmagan narsani ko'chadan olishi mumkin yoki o'sha arzimagan sovg'alarni deb o'sha u ham e'tiborda oilada ota-onadan ololmagan narsani bu yoqdan olishga harakat qilishlik. Ular bilan gaplashsangiz bu qizlarni juda ham og'riqli bo'ladi, ularni holati, ularni aybdor qilib qila olmaymiz. Ularni oilada hozir ular hali 18 ga kirmagan qizchalar, ular uchun javobgar shaxslar bor. Bir kun mana shunaqa narsa bo'lgan. Akasi singlisini olib kelgan oldimga, ishonasizmi? Aka olib kelgan qiz singlimni biz bilmaganmiz, u nima uchun qabulga yozilgan. Singlimni hozir qizlik bor yo'qligini tekshirib bering deb so'rayapti. Siz kim bo'lasiz bu? Akasi bo'laman deyapti-da. Nega onasi olib kelmaydi yoki nimadir? Nima muammo bor? Onamlarni e'tiborsiz, onamning ishi yo'q bu bilan. Onam anaqa befarq ayollar. Men akasi bo'lganim uchun men hozir ko'chada qizlarni qanaqa yurishini bilaman. Men buni ushlab oldim ko'chada qanaqadir yigit bilan. Men bunga juda ham qattiq turaman, qattiq ushlayman-da. Qarang, bu yerda psixologik muammo, ona bilan qiz o'rtasida o'z asli bo'shliq bor. Ona sirdosh mast qizi bilan va bu yoqda aka ana shu narsani kompensatsiya qilish uchun ota-ona roliga o'tib qolgan. Harakat qilib, singlisini ehtiyot qilgan sari aka uni o'rnini bosib, ota-onani o'rnini bosib bera olmaydi. Ota-ona bera olmagan mehrni u boshqa joydan qidirib yuribdi, boshqa insonlar bilan. Biz u qiz bilan gaplashdik-da. Rostini ayting, nima bo'lganchik? Men qasam ichaman, unaqa narsa bo'lmagan. Akam prosta yomon o'ylab qoldi meni haqimda. Unaqa narsa bo'lmagan dedi. Biz uni tekshirmadik. Shuncha akasiga bu qiz bola hali unaqa bunga nisbatan unaqa munosabatda bo'lmang degan narsani berdik. Shunchaki bu qiz onasi bilan ozgina psixolog bilan ishlashlari kerakligini tushuntirdik. Shunaqa holatlar hozir juda ham ko'p, bu og'riqli muammo. Shu onalarimizga sal qizlari bilan ko'proq muloqotda vaqt o'tkazishlarini tavsiya qilaman.
misol uchun bugungi kunda hamma narsa rivojlangan payt, lekin o'z o'rnida ayollar sog'ligida, o'sha ayollar ginekologiyasida ham ko'plab kasalliklar yuzaga kelyapti. Ko'proq siz oldingizga ayollar ginekologiya jihatdan qanday kasalliklar bilan kelishyapti? Eng ko'p hozir keladigan kasalliklar bular adenomioz, endometrioz, mioma holatlari, ko'kraklarda kistalar, befarzandlik holatlari va intim mushaklarni, intim soha organlarini pastlab qolishi, ya'ni qin sohasidagi muammolar bilan kelishadi. Endi hozir yuqorida aytib o'tgan adenomioz, endometrioz holatlari, kistalar, bular hammasi estrogenga bog'liq kasallik holatlari hisoblanadi. Ya'ni estrogen, nima deymiz, estrogen zavisimoy deb aytamiz, estrogenga juda ham bog'liq, ya'ni yomon estrogenni oshib ketishi ayollarning qonida. Jay darajasiga tushuntiradigan bo'lsak, Jay darajasiga tushuntiradigan bo'lsak, hozirgi kunda bizni hayotimizda shu darajada ximik moddalarning ta'siri kuchayib ketgan, ekologiyaning yomonligi hamma narsada ko'payib ketganki, bu moddalar bizni qonimizga o'tgandan keyin xuddi bizni ayollik gormonimiz estrogenga o'xshab qoladi. O'xshash ta'sir ko'rsatadi, qonda suzib yuradida va bizni o'zimizni estrogenni sezadigan retseptorlarimizga borib o'rnashib oladi. Va sezuvchanligi va natijada bizning qonimizda bizga zararli ta'sir ko'rsatadigan yomon estrogenlar ko'payib ketadi. Yoki bizda hozir semizlik ko'p ortiqcha, jigarni yog' bosishi ko'p, jigarda moddalar almashinuvi buzilgan va ichakda muammolar bor. Ichakni o'zida ham juda ham ko'p disbakterioz holatlari borda. Ichak bilan ishlamaydi qizlar. Ko'p, chunki biz ratsionimizda shirinlik yeymiz, ko'p uglevodlar yeymiz, noto'g'ri ovqatlanamiz-ku. Mana shunga mos mikrobioma shakllanadi ichagimizda. Foydali emas, zararli bakteriyalar ko'payib ketadi, zamburug'lar ko'payib ketadi. Bularning natijasi ichakda yallig'lanish kelib chiqadi. Gormonlarning metabolizmi o'zi jigarda bo'lib o'tadi va jigar orqali oxirgi metabolizm mahsulotlari o't qopidan ichakka tushadi. Endi ichakdagi yallig'lanish natijasida bu yerdagi yomon estrogen o'z axlat orqali chiqib ketishi kerak. O'tni dimlanishi ichakdagi muammolar orqali yana ichakdan qonga so'riladi va qonda yana suzib yurib insonlarda endi u ortiqcha, u ketish kerak edi, bizda ortib ko'payib ketdi. Endi u o'zi estrogen bu yoshlik, o'stiruvchi gormonda, terini chiroyli qilib beradi, sochini o'stiradi, tirnog'ini o'stiradi. Endi u yomon estrogen, yaxshi estrogen emas. Va bu yaxshi emas bo'lgan estrogen endi polip o'stiradi, mioma o'stiradi, adenomioz, endometrioz holatlarini ko'paytiradi. Xullas, ayollarimga tavsiya qilgan bo'lardim, jigar bilan ishlashlarini, ichak bilan to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak va ana shu o't qopini dimlamasligini ta'minlash kerak. To'g'ri ovqatlanish bilan, hammasi sog'lom turmush tarzi bilan. Va undan keyingi narsa bu hayotdagi ana shu ishlatiladigan ximik vositalar, yuvish uchun ishlatiladigan, umuman kosmetika vositalarida maksimal darajada tabiiyroqlarni foydalanishi. Antiperspirantlarda tarkibida og'ir metall bor, alyumin bor. Mana shunaqangi qancha kuchli bo'ladi-ku, mana 3 kun terlatmaydi, 1 hafta terlatmaydi. Uni tarkibida shu qadar alyumin oksid ko'p bo'ladi. Bundan tashqari plastik materiallar bizda juda ham hayotimizda ko'payib ketgan. Plastik idishlardan maksimal darajada hayotdan chiqarish kerakligi. Plastik idishlardan suv ichishi, isib qolganda mana plastikdagi bisfenol A ichidagi suyuqlik isigan paytida polni tarkibiga bisfenolni chiqarishni boshlaydi plastik va u zaharli suvga aylanadi. Oddiy mana dastavka qilinadigan ovqatlarda ham plastikda qilinadi va ana shu plastik ham issiqni, ayniqsa yog' o'ziga juda ham toksinni so'radida, zahar oladi. Plastikdagi ovqat ana shu plastik idishdagi hamma zaharni o'ziga oladi. Biz zaharlangan ovqatni bilan iste'mol qilamiz. Bu narsa faqat ayollarda emas, erkaklarda ham estrogen oshib ketishiga sababchi bo'lyapti. Erkaklarning ham ko'kraklari kattalashishi boshlashi, qorin chiqishi boshlashi, даже o'smir yigitchalarda bu holatlar kuzatiladi va tabiiy testosteronni tushib ketishiga sababchi bo'ladi. Mana shunaqangi hayotimizdagi mana hozir обычный mana bu shunaqangi zanjirki, Anora qarang. Masalan, oddiy shar bor, shar ishiramiz, bitta uchirib yuboramiz, u yoriladi, qayergadir borib tushadi. Oddiygina narsa. Yuzlab sharlar ishiriladi yoki yuzlab baklashkalar, plastiklar yerga tashlanadi, sellofanlar tashlanadi. Bu narsalar, oddiy pamperslar hammasi, mikroplastiklar hammasi yerga o'tadi, chirish jarayonida biz u joydan ozuqa yetishtiramiz. Ozuqani tarkibiga mikroplastik o'tadi va biz u ozuqani o'zimiz yeymiz. Yana o'zimiz ichimizga kirib keladi u narsa. Shuning uchun mana Afrika davlatlarida, qaysidir rivojlangan davlatlarda men bittagina Afrikani ko'rdim, rivojlanmagan davlat bo'lishiga qaramasdan, uni prezident shu darajada aqlli ekanki, umuman plastik va sellofanlar u davlatga kiritilishiga taqiq qo'yilgan. Hamma yoq tabiiy.
tabiiy va ularni ozuqa mahsuloti shu qadar tabiiy hisoblanganligidan ularni ozuqasi mana dehqonchilik mahsulotlari o'ta qimmat narxga sotiladi va uni eng premium darajadagi insonlar faqat sotib oladi, qimmat narxga sotib oladi. Tabiiy ozuqaligini tushunganligi uchun masalan Yevropada, Amerikada borku eng yuqori qatlam o'zini ratsioniga eng zo'r e'tibor beradigan ana shu insonlar sotib oladi qimmat narxga va ularni iqtisodi shu bilan, boshqa tabiiy boyligi yo'q, boshqa narsasi yo'q. Faqat ular ana shu tabiiy ozuqa mahsulotlarini o'ta qimmat narxga sotish bilan tirikchiligini o'tkazishadi. Mana shu ma'lumotni eshitganimda aytdimki, demak, bu narsani iloji bor, faqat biz buni yoki davlat miqyosida buni cheklashi, bilmayman qanchalik imkoniyati bor. Biz insonlar bu narsani tushunib, o'zimiz kamaytirishimiz kerak. Mana shu plastikni oddiy mana ko'p martalik ishlatiladigan paketlardan foydalanib, misol uchun mana materialdan qilingan paketlar, tabiatni saqlashga harakat qilishligimiz o'zimizdan boshlab oddiy shari-shirishlarni kamaytirishimiz bilan oddiygina kichkina qadamchalar bilan biz tabiiyroq kelajakni bolalarimizga qoldirishimiz mumkin. Sog'lomroq kelajakni. Global savollardan biri, nega bugungi kunda homiladorlik jarayonlari qiyinlashmoqda, hatto o'zimda ham? O'zbekistonda gormonal o'zgarishlarning eng ko'pchiligi aslida eng ko'pi qalqonsimon bez bilan bog'liq. Chunki biz bilasiz, dengizdan uzoqda yashaymiz va yod yetishmovchiligi, subklinik gipotireoz holati eng ko'p uchraydi. Birinchi bo'layotgan sabab qalqonsimon bezdagi muammolar. Gipotireozlar, gipertireozlar yoki autoimmun holatlar qalqonsimon bezdagi va ikkinchi sabablardan bittasi hozirgi kunda ana shu aytib o'tganimizdek gormonal muammolarning ko'payib borayotganligi, erkaklarda ham, ayollarda ham. Erkaklar bepushligi bilan ayollar bepushligi hozir teng. Hattoki erkaklar bepushligi biroz yuqoriroq natijalarni hozir ko'rsatyapti. Va buni har xil sabablari bor. Hozir aytganimizdek, bizdagi gormonal o'zgarishlarga sababchi bo'layotgan bizning hayot turmush tarzimiz, hattoki mana shu gadjetlar, yaxshi uxlamasligimiz, noto'g'ri ovqatlanishimizda insulin rezistentlik holatlarini ko'payib ketganligi, polikistoz holatlarini hozir ko'payib ketgan. Va prolaktin ko'p ayollarimizda hatto turmushga chiqmagan qizlarda ham baland. Kechasi yaxshi uxlashmaydi. Ko'p gadjetdan foydalanishadi, telefon, internet juda ham qizlarni olib kelishadi, hayot sikli buzilgan qizlarning onalari gaplashganimizda, ayting, kechasi yaxshi uxlasin, 2 bo'lib ketadi, telefonda o'tiradi deyishadi-da. Bu narsa tabiiyki prolaktin baland bu qizlarimizda, tabiiyki kortizol baland, insulin rezistentlik paydo bo'ladi sekin-asta. Bu bepushtlikka olib keladi. Bu hozirgi ayni paytdagi muammo, demak, erkaklarda ham, ayollarda ham bizni o'zimizni mana shu tabiiy turmush tarzimizdan chiqib ketganligimiz. Shundan eng asosiysi. Lekin men hayron qolaman-da, nimaga mana bir xil men bilan turmush qurganlar, o'rtoqlarim ko'pisi farzandli, lekin menda hali ham yo'q. Endi bilaman, uni turli xil sabablari bor. Lekin mana kelinchaklarning ayrimlari 1 oyda homilador bo'lib qoladi. Ba'zilari 10 yillab farzand kutadi. Shunaqa. Nimaga? Qarang, homilador bo'lmaslikni hozir aytib o'tganimizdek erkaklik bepushligi bor, ayollik bepushligi bor. Endi ayollik bepushtligini o'zida ham bir qancha punktlar bor. Birinchi, siz ovulyatsiyangizga qaraymiz. Agar sizda har oy ovulyatsiya sodir bo'layotgan bo'lsa, demak sizda homilador bo'lish shansi yaxshi, agar erkakda muammo yo'q bo'lsa deylik. Va undan keyingisi bachadonni ichiga qaraymiz. Bachadon ichida endometriy qavat chiroyli o'syaptimi? Har oyda chiroyli o'sadimi? Har oyda hayot sikli vaqtida keladimi? Va uni ichida hech qanaqa o'simtalar, poliplar yo'qmi-da? Bu narsaga qaraladi. Keyingi holat bachadon naylarini o'tkazuvchanligi. Bachadon naylari o'tkazuvchanligi hayot siklining 8-9 kunlarida ko'riladi. Agar trubalarda, naylarda o'zgarish yo'q bo'lsa, ovulyatsiya bo'layotgan bo'lsa, endometriy qavatlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu demak asosan erkaklik faktoriga e'tiborimiz qaratishni boshlaymiz. Endi bunaqangi birdaniga homilador bo'lib qolishlik, bu ham o'zi aslida baxt, rostdan o'ylamasdan bo'lib qolish. Lekin mana shu qizlarimizga qarasangiz, homilador bo'lib qolganini tushunmasdan bo'lib qoladi-ku. Homiladorlikda juda ham o'ziga befarq bo'lishadi. Bu xato. Xato, chunki u homiladorligini kutmadi. O'z bu tabiiy jarayon, haqiqatan tabiiy jarayon. Tabiiy bo'lib qolganligi uchun unchalik qadrlanmaydi bu. Anglashlarsiz o'tib ketadi homiladorlik jarayoni. Lekin mana bunaqangi bepushtlik bilan homilador bo'lgan qizlarimiz qadrlashadi. Juda ham homiladorlikka e'tiborli bo'lishadi, farzandlikka e'tiborli bo'lishadi, sog'ligiga juda ham yaxshi qarashadi. Va aynan bepushtlik bilan farzand bo'lgan ayollarimizda farzandlari ko'pincha nisbatan sog'lomroq, nisbatan aqlliroq, asosli bo'lishadi. Endi bilmadim, ancha yildan beri farzand kutayotganimga o'sha meni qanaqadir yig'lagim keldi. Men bu holatni tushunaman. Bu ne'mat bo'lib keladi deb bekorga aytilmaydi. Farzand ne'mati kimgadir buni erta kech yo'q deb ham bekorga aytilmagan.
va bu narsa bor, mana hadislarimizda ham bor. Kimdir farzandli bo'ldi, kimdir o'g'illi, kimdir qizli, kimdir ikkalasini ham berdik, kimdir befarzand qildik deyiladi-ku. Lekin hozir tibbiyot shunaqangi yuqori cho'qqiga chiqdi. Mana islomda eko qilishga ham ruxsat bor, inseminatsiyaga ruxsat bor, hammasi lekin halol yo'l bilan o'zini nikohli turmush o'rtog'idan. Menga ham o'sha narsani maslahat bergandingiz, borganimda o'sha inseminatsiya haqida. Men lekin bu narsaga qarshilik qildim. Ekodan oldingi jarayon ekan, inseminatsiya o'sha urug'ini joylash. Bu haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Albatta. Lekin men tabiiy homilador bo'lish tarafdoriman. Albatta, tabiiy homiladorlik bo'lishi bu juda ham yaxshi. Mana bepushtlikni davolashda birinchi yo'li, agar ovulyatsiya bo'lmayotgan bo'lsa, birinchi stimulyatsiya, ayolga ozgina yetishmayotgan gormonlarni ishlatishga yordam beramiz va tuxumdondan follikulni o'sib chiqishiga yordam beramiz. Agar yorila olmayotgan bo'lsa, follikullarni yorib turib, urug' tuxum hujayrani tashqariga chiqishiga yordam beramiz. Bu birinchi yo'l. Endi ovulyatsiyada bo'ldi, tabiiy, lekin homiladorlik bo'lmayapti. Ikkinchi etap bu inseminatsiya. Inseminatsiya bu erkakning urug'ini u qadar yomon emas, eko qilish darajasida yomon emas. Homilador bo'lishga yaroqli sperma bo'ladigan bo'lsa, lekin qanaqadir shamollashlar bor, harakati cheklangan, ko'proq bir-biriga yopishib qolyapti spermatozoidlar, shunaqa. Ya'ni sperma erkak kishining spermatozoidi, ya'ni urug' hujayrasini morfologiyasi, ya'ni shakli buzilmagan, boshchasi, dumchasi, tanasi hammasi sog'lom, faqatgina harakati sust yoki bir-biriga yopishib qolyapti, nimadir yengil muammo bor deylik. Bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, ana shu spermani yuviladi. Bosqichma-bosqich yuvish etaplari bor. Yuvib tozalanganda anavi shamollash hujayralari, leykositlar, yopishqoq harakatsiz spermatozoid, xullas puchlari chiqib ketadi. Faqat eng aktiv mana shunaqangi harakatchalari qoladi va uni ayolning bachadoni ichiga yuboriladi. Bu inseminatsiya jarayoni deyiladi. Va ayol bachadonni ichiga yuborganimizda biz ancha yo'lni qisqartirgan bo'lamiz. Bunda olib qarasangiz, bachadon qindan nobud bo'ladi qanchadir foizimiz, bachadon bo'ynidan o'tayotganda nobud bo'ladi spermatozoid, bachadonni ichida ham nobud bo'lib, yana bir qismi yetib boradi tuxumdonga. Biz bo'lsa mana shu qindan, mana shu o'limlar sonini kamaytirib ichkarigada yaqinlashtirib qo'yamiz yo'lini. Va ayolning bachadonni ichiga quyilganda, ana shu erkak urug'i tezroq yetib borib, urug'lanish foizini ko'taradi. Bu ham 100% usul emas o'zi. 100% o'xshaydi deyilmaydi, lekin qanchadir miqdor. Inseminatsiyadan homilador bo'lganlar soni ham juda ham ko'p. Foizi baland inseminatsiyani ham mana aytganimizdek to'g'ri o'tkazilganda, erkak urug'i o'sha narsaga mos bo'lganida. Lekin erkak urug'i urug'lantirish qobiliyati past bo'lsa, ana shu boshchasidagi fermentlari bor yoki bosh katta qing'ir quyushuv, xunuk har xilda morfologiyasi buzilgan spermatozoid bo'lsa, ular inseminatsiyada urug'lantira olmaydi. O'zining qonun qoidalari bor-da. Mos keladigan holatlarda o'tkaziladi. Instagramingizni ko'rib chiqdimda, o'sha o'rganayotgan jarayonimda o'sha juda ham foydali reelslaringiz bor ekanda. Keling, o'sha bitta narsaga to'xtalmoqchiman. Siz bitta narsani aytgan ekansiz-da. O'zbek ayollari tug'ruqqa tayyorgarlikda boshqacha yondashishadi. Aslida esa tug'ruq bilimini o'rganish eng asosiysi deb oldinga surgansiz. Nima unaqa degansiz? Mana qarang, eng rivojlangan davlatlarga ko'rasiz, videolarda ko'ramiz, bormagan bo'lsak ham ko'ramiz. Ularning meditsinasi oldinda, vrachlari haqiqatdan zo'r o'qitiladi. Lekin homilador ayol baribir borib tug'ruqni o'rganadi. Eri bilan birga boradi, mashg'ulotlarga borishadi, o'rganishadi-da. Bizda hamma norozi, tug'ruqxonalardan norozi, ginekologlardan norozi qizlarimiz, Voy, gaplashsangiz, shunaqa ichida noroziliklari bor tug'ruqxonalarga. Aslida buni to'xtatishimiz uchun ayol o'zi bilim olishi kerak emasmi? Ayol agar o'zi bilim bilan borsa, unga hech kim ziyon yetkazmaydi. To'g'ri savol berganida, o'zini yaxshi tutganida tug'ruq asorati kamayadi-ku. Shuning uchun aytilgan, mana bizda qanaqa tug'ruqqa tayyorgarlik ko'ramiz? Birinchi sumka yig'amiz, bozorga boramiz. Sumka va raddom. Raddom sumka rosa ham trendda. Hamma raddom sumka обязательно olinadi. 13 million bo'lsa ham, qancha puli ketsa ham raddom sumka qilinadi. Undan keyin ayol o'ziga roddomdan qanaqa kiyim kiyib chiqadi, qaysi parikmakerga boradi, qaysi fotograf keladi, qaysi videograf keladi, qanaqa mashina keladi. Hamma narsaga tayyorgarlik ko'riladi. Bu обычный. O'rta hol o'zbek ayolini sharoitidagi holat. Endi anu quyib holatdagilar to'g'ri oddiyroq chiqishi ham mumkin tug'ruqxonadan. Lekin aksariyat o'zbek xonadonlarida o'rtacha va o'rtachadan yuqori sharoitda yashayotgan o'zbek ayollarimiz shunaqa tayyorgarlik ko'rishadi tug'ruqqa. Undan keyin anavi Toshkent sharoitida qobirdog'lar bor, mehmon kuzatishlar bor-da.
Unaqa paytda o'zi ayolni tinch qo'yish kerak a. Hamma narsaga tayyorgarlik ko'riladi. Lekin tug'ruqqa hech kim tayyorgarlik ko'rmaydi. U o'ylaydiki, ginekolog gaplashaman, tug'ruqxonaga boraman, ginekolog men uchun hammasini qilib beradi deb o'ylaydi. Lekin ginekolog uning uchun kuchlanib bera olmaydi, u uchun to'g'ri nafas olib bera olmaydi. Ayol o'zini to'g'ri nafasi bilan, to'g'ri fikrlashi bilan tug'ruqqa biz hozir tug'ruqqa tayyorgarlik dasturi qilganimda shu xatolarni ko'rib turib, hammasini qo'shib tayyorgarlik qilish kerakligini tushunib dastur qilganman. Bu narsa o'ylaymanki butun dunyoda ham bunaqa qilinmagan. Butun dunyoda bor bu narsa. 1980-yillardan beri bu narsa kelib chiqqan, yengil tug'ruq mumkinligi haqida. Michel Aden bu butun nimada fransiyalik ginekolog birinchi bo'lib yengil tug'ruq degan tushunchani olib kirgan inson. Va u ana shu hayvonlar nima uchun oson tug'adi, insonlar qiynalib tug'adi yoki qaysidir ayol oson tug'adi, qaysidir ayol qiynalib tug'adi. Umri davomida kuzatib, mana shu proseslarni haqida kitoblar yozgan, buni butun dunyodagi vrachlarga o'rgatgan inson. Bu narsani men o'zim ham o'rganishni boshlaganimdan keyin bu narsaga men o'zimni qo'shimchalarimni ham kiritdim-da. Tug'ruqqa faqatgina nafas bilan yoki gimnastika bilan, faqat mashqlar bilan emas, ham ruhan tayyorlanish kerak, ham jismonan tayyorlanish kerak. Bundan tashqari tibbiy bilimi ham bo'lishi kerak. Faqatgina gimnastika qilib, mana hozir yoga ham o'rgatyapti-ku tug'ruqqa tayyorgarlikni. Uni o'zi ham yetarli emas. Siz to'g'ri nafas olishingiz mumkin, to'g'ri harakatlar qilishingiz mumkin, lekin tug'ruqxonada yoki farzandingiz haqida o'zingiz haqingizda to'liq 100% tibbiy bilimingiz bo'lmasa, yana xatoliklar kelib chiqadi. O'shaning uchun tug'ruqxonani ichida nima bo'ladi? Oldindan vrachga qanaqa savollar berishingiz kerak? Vrach bilan qanaqa munosabatda bo'lishingiz kerak? Qanaqa o'sha qaysi paytda roddomga borishingiz kerak hattoki. Ayollar o'zi o'tkazib boradi. Mana praktikamda bu narsani aytganman. Mana tug'ruqxonada ishlagan vaqtimda ayollar kelardi, farzandim bir kun qimirlamadi, bilmaydi lekin qimirlamaganini. Yoki juda qattiq qimirladi. Lekin dardim kelishini kutdim yoki qaynonam kuchayganda borasan deb ushlab o'tirib, kelganda bolani yuragi urishi yo'q. Bilmaydi bola qanaqa qimirlash kerak normada, dard necha sekundda qanaqa bo'lishi kerak. Bu narsalarni ayollar как ilm sifatida o'rganish kerak. Hamma narsani men bordim, tug'ruqxonada vrachlar farzandimni o'ldirdi yoki tug'ruqxonaga bordim, vrach menga mana bunaqa qildirdi deb ayblaganimiz bilan hech narsani o'zgartira olmaymiz. Na vrachni, na tug'ruqxonaning sharoitini o'zgartira olmaymiz. Balki u yerda ayolning o'zida ham ayb bordir. Balki o'zi noto'g'ri nimadir qilib qo'ygandir o'ziga nisbatan. Va sizni taningizni sizchalik hech kim bilmaydi. Hattoki vrach sizni sizchalik bilmaydi. Ayollar tanasini eshitishi bilmaydi. Bugun bitta psixolog bilan anaqa o'rtog'im bor, gaplashib qoldik-da. Shunaqa zo'r narsa gapirdilar. Eng ko'p ani qo'lini kesib olaveradigan, bir joylarga urilib ketadigan, turtinib yiqilib tushiradigan insonlar bor-ku, o'ziga zarar. Ularni deyapti, ruhiy holati bilan tananing kontakti uzilib qolgan deb aytayaptilar. Ular tanasini his qilmaydi deyapti. Tanani his u tanamni his qilaman deb o'ylaydi, lekin agar men aytgan bo'lardim, ayollar sizlarda ham, sizda yoki farzandingizda shunaqa holat ko'p kuzatilayotgan bo'lsa, bu farzandlarda yoki sizda yoshligingizda tana bilan bog'liq qanaqadir ruhiy muammo kelib chiqqan. Va ana shu ruhiy muammo natijasida siz katta bo'lganingizda hattoki kasalliklaringizga ham hatto e'tibor bermaysiz. Chidamli bo'lasiz, sabrli bo'lasiz va kasallikni o'tkazib yuborasiz. Va oxirgi bitta dori bilan tuzatsa bo'ladigan kasallikni operatsiyagacha olib borib, bitta tabletka bilanda, misol uchun o'sha endometrioz, adenomioz holatlari bor-ku, o'zi hayzda og'riydi, o'zi mana shunaqa bo'lsa kerak deb yurishadi. Mana korechnoviy shokolad simon выделениyalar kelib yurishadi-da. Keyin matka katta bo'lib, sharsimon bo'lib, shunaqangi kuchli og'riqlar bilan kelganda u matkani orqaga qaytara olmaysiz. U xuddiki asalarni uyga o'xshab qo'ygan, g'ovak bo'lib ketgan matka. U prosta matka olib tashlanadi keyin. Bu operatsiya hisoblanadi. Lekin u boshlang'ich etapida bitta tabletka bilan bachadonning holatini orqaga qaytarish mumkin edi. Ko'pchilik og'riqli hayz bu norma deb o'ylaydi. Bu norma emas. Bu norma emas. Bu aynan estrogen dominantlikni boshlanishi. Ya'ni nima degani? Hozir boshda aytdik-ku, estrogen dominирование, estrogen ko'payib ketishi, yomon estrogenning qonda ko'payib ketishi. Mana shu narsani yoshligingizdan mana doim og'riqli hayz, bu norma deb o'ylashadi. Anaqa yengil diskomfort bo'lishi, ozgina tolishni bo'lishi bu norma. Lekin og'riqli hayz buralib qolsa ham tabletka ichib yuraveradiganlar bor. O'sha kuni yotib qolaman, keyin o'zimga kelib qolaman, keyin yaxshi bo'laman deb o'ylashadi, yurishadi-da. Bu normal holat emas. Bu payt albatta yaxshi
tavsiya qilgan bo'lardim, yaxshi ginekologga borishingizni. Tug'sang o'tib ketadi, homilador bo'lsang o'tib ketadi, bu normal holat emas. O'tib ketadi, o'sha paytda o'tib ketadi. Nimaga o'tib ketadi? Chunki homiladorlik bu progesteron eng ko'p chiqadigan, estrogenni bosadigan gormonda, o'shaning uchun o'tib ketadi. Lekin aslida estrogen dominantlik holatini tabiiy vositalar bilan ham, tabiiy dorilar bilan ham davolasa bo'ladi. Hozir aytganimdek, bitta dori bilan davolasa ham bo'ladi. Xo'p, tug'ruqqa tayyorgarlikni qachondan o'zi boshlash kerak, Feruza opa? Tug'ruqqa tayyorgarlikni mana hozir eshitdinglar, tug'ruqqa tayyorgarlik ko'rish kerakligini bildik. Endi homilador bo'lgan paytingizda qancha erta boshlasangiz, shuncha yaxshi. Organizm mana biz bitta bilimni o'zlashtirishimiz uchun uni bilimni bir necha marta eshitishimiz kerak. Eshitib ha degan bizda lampochkalar ko'p yonishi kerak. Va biz ana shu og'riq paytida, diskomfort bo'ladi-ku ayolda, og'riqlar paytida u bilimlarni ishlata olamiz. Ozgina qolganda o'qib olaman, o'rganib olaman deyishingiz ham mumkin. Lekin ayol qancha anglangan, осознанный ayol bo'lsa, to'g'ri, tug'rug'iga yaqin paytda o'rganishni boshlasa ham o'rganib oladi. Lekin o'ylaymanki, buni qancha erta boshlab, taningiz bilan, tana qancha sog'lom, aytaman-da, tug'ruq jarayoni bu anaqa hisoblanadi. Xuddi kuchli bir sportsmenni marafoniga o'xshaydi-da. Siz mana tayyorlanmagansiz, marafonga borib qoldingiz, yugurish marafoniga. Kimdir hansirab, charchab qoladi, jismonan baquvvat emas. Kimdir oldiga o'tib ketadi. Umuman qiyinchiliksiz yetib oladi manziliga. Kimdir qiynalib yetib boradi. Xuddi shunaqa tug'ruq ham kuchli bir organizm uchun stress holati. Kimdir tug'ruqda charchab qoladi, o'zini yo'qotib qo'ygidek bo'ladi, hushdan ham ketib qoladi. Kimdir oson tug'ib oladi. Buning uchun tana tayyor bo'lishi kerak, ongimiz, ruhimiz tayyor bo'lishi kerak. To'g'ri ana shu taktikalarni, yo'nalishlarni bilishimiz kerak. Qachon qog'oq pardani ochish mumkin o'zi aslida? Aytadi-ku, shunday ichimga keldi, ko'rdi-da, suvni ochib yubordi, undan keyin dardim tezlashib ketib qoldi, deyishadi. Shu narsa bo'lmasligi uchun ayolda bilim bo'lishi kerak-ku. Oldindan vrach bilan gaplasha olish kerak-ku. Hamma narsa tabiiy o'tishini xohlayman deya olish kerak, hech bo'lmaganda ishonch bilan. Qo'rqmasdan ayta olish kerak-ku vrachga. Siz vrachga, mana biz yengil tug'ruq dasturida qizlar o'qiydi-ku, ketishadi. O'zi yozishadi-ku, ketishadi. Shunaqa xursand bo'laman yozishganda, siz vrachmisiz deb savol berishdi. Yoki akusherkamisiz deb, qayerdan bilasiz buncha narsani deb savol berishdi. Shunaqangi chiroyli munosabat bo'ldi. U частный роддом emas, xususiy emas, tabiiy davlat roddomlar, davlat tug'ruqxonalarida ham o'zingizga bog'liq. Qaysi bir kun bitta patsientka telefon qilyaptilar. Xususiy roddomga borishgan, xususiy roddomda ham xuddi o'sha davlat roddomidagi gaplarni eshitgan. Ya'ni qanaqa to'g'ri, yaxshi munosabat, chiroyli sharoit, hamma narsa zo'r, lekin xususiy roddomda ham sizga hozir epiduralka qilamiz. Tug'olmaysiz bo'lmasam, mana bunaqa qilamiz. Tibbiy aralashuvlar haqida gap so'z ketgan. O'shanda tibbiy aralashuv, men xohlamayman tibbiy aralashuv, men tabiiy bo'lishini xohlayman degan. Va xususiy roddomdan chiqib boshqa roddomga ketgan. Xafa bo'lgan, u vrachdan xafa bo'lib ketib qolgan. Agar ayolda tibbiy bilim yetarli bo'lsa, u qachon epiduralka qilish mumkinligini biladi. Qachon holatini tahlil qila oladi. Bo'lmasam vrach uni xohlagan paytda manipulyatsiya qilishi mumkin, xohlagan paytda o'zini fikrini o'tkazishi mumkin. Bo'lishi mumkin, hamma narsa, hammaning qadriyatlari har xil. Hamma vrachlar har xil. Haqiqatdan jonini berib ishlaydigan vrachlar bor sohasiga. Haqiqatdan sizga lekin ayta olaman, hech qaysi vrach bemorimga zarar yetkazaman deb niyat qilib chiqmaydi uydan. Hamma vrach tinch o'tsin, ey Xudo deb duo qilib chiqadi. Homiladorlarim oson tug'ib olsin deb duo qilib chiqadi. Lekin ish jarayonida o'zi bilgan holatda, o'zi bilmagan holatda ziyon yetkazib qo'yishi ham mumkin. O'sha paytda bemor o'zini holatini tahlil qila olsa, menga hozir masalan epiduralka kerak emas, men bemalol o'zim o'tkaza olaman. Menda yaxshi ketyapti dardlar, intensivligi yaxshi, kuchi yaxshi. Juda ham chiroyli o'tyapti degan o'zida his bo'lsa, unga hech kim senga shuni qilishimiz kerak degan narsani singdira olmaydi. Agar ayol to'g'ri kuchayotgan bo'lsa, uni hech kim hozir senga epizio qilishimiz kerak yoki qorningni bosishimiz kerak deb o'zini fikrini o'tkazmaydi. Ayol agar o'zi to'g'ri qilib bera olsa, vrachga kerak emas u narsani ortiqcha kesib yana tikib o'tirish yoki qornidan bosib zarar yetkazib qo'yib, o'zini kuchini ketkazib, vrachga ham kerak emas aslida. Ayollarimizni o'zini noto'g'ri tutishidan vrach aralashuv ko'payib ketib qoladi. Vrachebniy aralashuv shunda ko'payib ketadi o'zi aslida. Ayol qancha bilimsiz bo'lsa. Juda ham o'ylaymanki, ertaroq tayyorgarlik ko'rib, oson tug'ruq bilan tug'ib olish mumkinligini his qilishlari kerak. Bitta kiyim kam kiyishlari kerak bo'lsa, bilim olishlari kerak. Ozgina vaqtini ajratish kerak. Masalan, salonga borishga ajratamiz-ku vaqtimizni, qizlar kerak bo'lsa, yoki o'rtoqlarimiz bilan gaplashib o'tirishga, bitta kino ko'rishga,
nimadir uy tozalashga ajratamiz, bizni tanamiz bitta uyi tozaligidan, bitta kosmetolog yoki salonga borishda yoki bitta kiyimdan ancha qimmat turadi-ku. Unga solishtirib ham bo'lmaydi-ku, даже kerak bo'lsa. Buni o'rganish kerak, har bitta ayol o'rganishi kerak. Keyin yana bitta savol qiziqdamanki, bu haqida ham gapirib o'tgan ekansiz, faqat Instagramda, YouTube'dagilar bilmasligi, ya'ni kuzatuvchilarimiz borligi uchun bu savol bermoqchiman. Kesish orqali tug'ish kerakmi yoki tabiiy tug'ruq yaxshisimi? Aha, tabiiy tug'ruq yaxshimi, kesishmi? Buni hammasi ko'pchilik so'raydi. Agar homilador ayol o'zi sog'lom bo'lsa, homilasi sog'lom bo'lsa, tabiiy tug'ruq albatta yaxshi. Agar homilani hayotiga xavf tug'diruvchi holatlar bo'lsa, ayolni hayotiga xavf tug'diruvchi holatlar bo'lsa, unda kesish yaxshi. Hech qachon tabiiy sog'lom ayolga, bolasi sog'lom ayolga keling tinchgina kesirva qilaylik deb kesirvani tiqishtirish kerak emas. Bor vrachlar, bor shunaqa qiladigan vrachlar ham bor. Tinchgina kesirva qila qolaylik deydigan vrachlar ham bor. Chunki men o'zim vrach bo'lib ishlaganman tug'ruqxonada, bu holatlarni o'zim ham ko'rganman. Qancha homiladorlarim keladi, ko'rganman. Lekin ko'rsatma asosida bo'lgani yaxshi hamma narsa. Qizlar bor, o'zi aytadi, o'zi taklif qiladi. Qin soham kengayib ketmasin. Tuqqanimdan keyin jinsiy hayotim o'zgarib qolmasin yoki bo'lmasam qo'rqaman, og'riqdan, tug'ruqdan qo'rqaman, men kesirva xohlayman deb o'zi taklif bilan chiqib vrachga kesirvani zakazga qildiradiganlar ham bor. Lekin kesir kesish bu oddiy operatsiya emas, bu qorin bo'shlig'iga tushish bu. Qavatma-qavat kirilib, qorin bo'shlig'iga kirib farzandni olib chiqiladi. Undan keyin tikiladi, tortib tikiladi. Tikilgandan keyin siydik pufagi tortilib qoladi. Qorin parda kelib, bachadon, ichaklar hammasi kelib, ana shu protsessni kompensatsiya deymiz. Ana yopish uchun, protsess yopish uchun kelib yopishishni boshlaydi. Spaykalar rivojlanadi. Kesir kesishdan keyin bekorga bel og'riqlari kelib chiqmaydi, qorin osilib qolishi kelib chiqmaydi. Undan keyin chandiq sohasidagi og'riqlar bekorga kelib chiqmaydi. Unisi ham, bunisi ham o'ziga yarasha pluslari bor, minuslari bor. Lekin Alloh insonni, ayolni tabiiy yo'l bilan tug'a oladigan quvvat, kuch bilan yaratgan. Shunaqa ayollar bor, 3-4 tuqqan bo'lsa ham, tug'magan ayollardagi chiroyli qaddi qomati bor, qini kengaymagan, bachadoni tushmaganda, buni kelib chiqish sababi shunchaki u kesirva qildirganida emas, u tabiiy yo'l bilan tug'di. Buni kelib chiqish sababi ayolda doimiy sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanishda ortiqcha yog'lari yo'q. Agar insonda yog' va oqsil balansi buziladigan bo'lsa, muskullar bo'shashishni boshlaydi. Muskul qancha bo'sh bo'ladigan bo'lsa, a'zolarni pastga tushish ehtimoligi baland bo'ladi. Bu sarkopeniya holati deyiladi. Sarkopeniya bu ana shu yog' qismi ko'payib ketadi, oqsil qismi tushib ketadi va muskul massasini, muskulni o'zini kuchi ham qolmaydi-da, muskul bo'sh bo'ladi. Masalan, borku mana qancha sportsmen bo'lsangiz, muskulingiz shuncha niq bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Lekin qancha sport qilmaydigan insonda osteoxondroz ham bo'ladi, grija ham bo'ladi, organlar joyidan silish. Muskul nima? Muskul ushlab turadi bizni. A'zolarimizni, umurtqa pog'onamiz hammasini ushlab turadi. Lekin ana shu paytda biz agar biror bir sport bilan tanamizga mehr berib shug'ullansak ozgina, to'g'ri ovqatlanish qilsak agar va nima deymiz, sog'lom turmush tarzida maksimal darajada harakat qiladigan bo'lsak, bizda mana shu asoratlar kuzatilmaydi. Tabiiy tug'ruqdan keyin ham bu holatlar kuzatilmaydi. O'rganishlarim natijasida yana Instagramdagi gaplarga qaytamiz. Bir rilsizni ko'rib qoldim. Unda aytgansiz, ayolga tez-tez gullar berib turish kerak. Homilador ayolga erkaklar tez-tez gullar berib turish kerak degansiz. Nima unaqa degansiz? O'zi buni hazil tariqasida olganmiz aslida, lekin haqiqat, bu hazil tagida ham haqiqat bo'ladi. Gullar umuman olganda shartsiz bir mehr, sevgi, gullar nimadir-da, arzimagan gullar degani buketmi? Mayli bitta gul. Qanaqa gul bo'lsa ham, bir dona gul bo'lsa ham olib kelinsa agar, homilador ayolga qancha mehr berilsa, ayol qancha ko'p mehrni his qilsa, birinchi o'rinda qornidagi farzandi bor-ku, mehr muhabbatli farzand bo'ladi. Ota-onasiga nisbatan, insonlarga nisbatan boshqacha farzand bo'lib tug'iladi. Yig'loqi bo'lmaydi, anglangan farzand bo'ladi. Sababi nimaga? Ayol qancha aytganimizdek mehrni his qilsa, tashqaridan his qiladi-ku va unda stress gormonlarining miqdori past bo'ladi. Qancha stress gormoni past bo'lsa, bolani qonida ham shuncha stress gormoni past bo'ladi. Biz onani qoni bilan faqatgina ozuqani bermaymiz bolaga, o'zimiz gormonal fonimizni beramiz. Ana shu kortizolimiz pastmi? Past, balandmi? Baland, insulin balandmi? Baland beramiz. Shuning uchun ham insulini baland ayollarni ko'rsangiz, gigant bolachalar tug'iladi, 4 kilo, 5 kiloli bolachalarni tug'ishadi.
xuddi shu aytganimizdek har bitta gormon, sizdagi bor gormon bolaga ham o'tadi. Va agar ayol har doim yig'lagan, siqilgan, emotsiyalari buzilgan holatda bo'lsa, bola xuddi shu holatda onani qorni. Ona nimani his qilgan bo'lsa, bola ham xuddi o'sha emotsiyani gormonlar orqali, ruhiyat orqali his qiladi. Ruhiyat orqali qanaqa? Farzandga 120 kunda ruh kiradi deyilgan dinimizda ham. Va farzandning ruhi ayol bilan birga yuradi oldida, onasi bilan. Qayerda yuradi boshqa? Tanasini yonida yurishi kerak, onani tanasida yuradi. Va ana shu farzandni men tasavvurim shunaqaki, balki noto'g'ridir. Farzandga demak ruh berildi degani, uni himoya farishtalari ham u yerda bo'ladi deb o'ylayman. Ona qanaqadir homilador ayol qanaqadir farishtalar qurshovida deb tasavvur qilaman o'zim. Farishtali ayollarni his qilaman ularni. Aytiladi-ku, homilador ayol eng chiroyli ayol, farishtali ayol deydi. Va mana shu farzandning ruhi demak kirdi degani, farzandning ruhi yoki onani qorniga kirdi yoki yonida yuribdimi shunda? Men bu narsani qanaqaligini bilmayman, biz uni ruhoniyat olami biz uchun qorong'u, lekin borligini bilaman shu narsani. Va onaning ruhi qiynalganda, uni ruhi ham qiynaladi-ku. Va bu farzandni qanchalik, hozirgi kunda ilmiy maqolalar bor. Juda ham ko'p ilmiy izlanishlar, tasdiqlangan ilmiy izlanishlar bor. Buni men Instagram, Telegram tarmog'imda ham o'zimda silkasi, havolasi bilan ayollar bilan bo'lishganman. Ayollarda juda ham ko'p mana shu kortizol bilan, stress bilan bog'liq holatlar o'rganilganda, qancha ayolda stress faktori past bo'lsa, farzandning intellekti baland bo'lishi isbotlangan. Farzandda mana shakllanish ketadi, miyasidagi neyronlarni shakllanishida kortizol baland bo'lmasa, ayolda stress baland bo'lmasa, miyani shakllanishi zo'r bo'ladi. Bolani miyasi qancha shakllangan miya bo'lsa, bu degani kelajakda bu muvaffaqiyatli bola degani, o'qimishli, ilmli bola bo'ladi deganidir. Intellekti baland bo'ladi degani. Shuning uchun ham mana dinimizda ham shunaqa ayolga e'tibor bersin, faqat Qur'on o'qisin, ilm olsin deb ayolga boshqacha e'tibor qilingan-ku. Bizda unaqa emas. O'zbekiston sharoitida qornida bolasi bo'lsa ham, kichkina qo'lida bolasi bo'lsa ham, u avval eng muhimi uy ishlarini qilishi kerak. O'ziga biriktirilgan vazifani bajarishga shart, mas'ul, majbur. Shunaqa bizning mentalitetimiz. Aslida unaqa emas. Agar ana shu onadan tug'iladigan farzand olim bo'lishini, kelajakda bir insonlarning taqdiriga yaxshi ta'sir ko'rsata oladigan, yaxshi inson bo'lishini, haqiqatdan ham ummatga, insonlarga xizmat qila oladigan farzand bo'lishini xohlaydigan ongli qaynona, qaynotalar bo'lsa, ota-onalar bo'lsa, maksimal darajada o'zi xohlasa qilaversin u ishlarni, bunga qarshilik yo'q. Lekin uni bir qanaqadir ilmdan to'ssa bu narsa, o'zini ishlash ustidan to'ssa, bu narsaga sal sharoit yaratib berishlarini xohlardim. Jamiyat rivojlanishi uchun. Endi yana bitta narsaga o'tamiz. Bugungi kunda labioplastika keng rivojlanib ketdi. Buni hattoki o'sha kosmetologlar ham qilmoqda. O'zi to'g'rirog'i bu ishni kosmetologlar qilishi to'g'rimi? Demak, bu agar tushunmaydigan insonlar uchun aytib o'tishimiz kerak nimaligini. Intim plastikada. Intim plastika. Men o'zi mana shu sohamda, mana shu yo'nalishga chuqur kirib borganman. Sababi juda ham esimda qolib ketgan bitta qizchani hayoti bor. Hozir sizga bu voqeani aytib beraman. O'zgina mana o'zi aslida mana bunaqa narsa. Birinchi kirib kelganimdan keyin ayollardagi estetik muammolarni hal qilishni boshlaganimda, mana intim qin toraytirish operatsiyalari, plastik operatsiyalar, sidik tutolmaslikni davolash bo'yicha, ayollarda tug'ruqdan keyin peshob tutolmay qolish holatlari bo'yicha davolash o'tkazishni boshlaganimizda, ayollarda shu tug'ruqdan keyin intim sohada qorayib ketishlar holatlari, o'ziga bo'lgan bahoni tushib ketishi yoki razrivdan keyin, ya'ni yirtilish bo'lgandan keyin, tug'ruqdan keyin ana shu kengayib qolish, qanaqadir estetik buzilib qolgan bo'lsa shakli, formalari ayollarda juda ham o'ziga nisbatan holat bahosi tushib ketib qoladi. Yoki ana shu jinsiy kichkina lapchalar bor, ularning vazifasi o'zi kirish qismini yopib turish, infeksiyalarni o'tkazmaslik. Lekin ba'zida mana shu lapchalar juda ham o'sib ketib qoladi, keragidan o'sib ketib qoladi va ayollarga bu noqulaylik tug'diradi. Yurganda, ko'p o'tirganda shishga olib keladi, atyoq olib keladi va ayolda noqulaylikka olib keladi yoki intim yaqinlik vaqtida ham qanaqadir og'riqlarga sababchi bo'ladi. Va mana shu holat uchun bu amaliyot o'ylab topilgan o'zi aslida, chiroy faqat go'zallik uchun emas. Va bu narsani bu soha mutaxassisi bo'lmagan insonlar bajarishiga men asli qarshiman. Bu nimaga o'xshaydi? Bu shunaqaki, xuddiki men o'zi ginekologman, lekin hamma narsani qilib ketaveraman. Masalan, labini ham qilib ketaversam, yuzini ham qilib ketaversam-da,
hamma narsani qilib ketaversam, o'xshasa o'xshamasa, pul uchun qilib ketaversam, bu to'g'ri bo'lmaydi-ku. Yo bekorga aytilmagan-ku, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb. Nimaga? Qassoblar qiynamasdan so'yadi o'sha chumchuqni ham. Oddiy inson uni qiynab, qiyshuv-mishuv qilib, qonatib so'yadi-ku chumchuqni ham. Qassoblarning o'zini yo'li bor, texnikasi bor. O'shaning uchun bekorga bu maqol aytilmagan. Masalan, siz любой ko'ylak material olsangiz, eng yaxshi chevari qidirasizmi? Bitta любой chevarga bor, mana shu ko'ylakni tiking, qanaqa bo'lsa ham tiking demaysiz-ku. Siz unga fason topasiz, qanaqa formada bo'ladi u ko'ylagingiz sizga yarashishi uchun, u materialingizni tikishi uchun u haqiqatan o'zi chevarmi o'zi rostdan, u eng zo'r chevarni topasiz. Qanaqa qilib o'zingizni a'zoyingizni любой chevarga olib borib tikdingiz, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshaydi bu narsa. Любой mana kosmetologmi kim bo'lsa ham kesib tashlashing bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham kesib tashlashing bo'ldi. Arzon bo'lsa bo'ldi. Nima uchun arzon bo'ladi? Nima uchun xizmatlar qimmatroq bo'ladi? Masalan, kelishadi qizlar, birinchidan siz ommaviy anaqa joylarga qo'ymas ekansiz do'pposli rasmlar. Yo'q, qo'ymayman unaqa narsa. Chunki insonni avratligi uchun gunohini men bo'ynimga olmayman. Men o'zimni reklama qilish uchun xizmatimni. Faqat insonlar odzivlaridan yoki bir-biridan eshitib kelishadi. Siz chiroyli qilar ekansiz deb kelishadi. Birinchidan shunaqa deb kelishadi. Ikkinchidan qimmat bo'lsa ham sizga keldim. Siz yaxshi qilar ekansiz deb kelishadi. Bu narsa bilan men ancha yildan beri shug'ullanaman. Xalqaro estetik operativ ginekologiya va seksologiya jamiyati a'zosiman va mana shu sohadagi hamma oxirgi yangiliklarni bilib turaman. Eng yaxshi iplar, tikiladigan iplar, materiallar, ana shu antibiotikli qoplamasi bo'lgan iplardan foydalanamiz. Xuddi blefaroplastika qovoq qanaqa nozik qilinsa, bu sohaga ham xuddi shunaqa ingichka iplar, ingichka ignalardan foydalanib, chiroyli qilib, bir xil qilib qilishga harakat qilamiz. Hozir aytganimdek, ko'ylakni oddiy chevar ham tikadi, zo'r chevar ham tikadi. Lekin siz agar o'zingizni xuddi bu material emas-ku, o'zingizni taningiz qiyshuv bo'lib qolishini xohlamasangiz, men kosmetologlarni ayblamayman. Ular mayli pul uchun qilayotgandir, ularning qadriyatiga to'g'ri keladi. Lekin ayollar qanaqa qilib tibbiy madaniyatimiz shu qadar pastmiki, o'zimiz ishonib bora olamiz. Axir u yerda anesteziya bo'ladi, sizga dori preparat yuboriladi. Yaqinda bo'ldi shunaqa holat. Kosmetologga, labioplastikaga borib, 2 ta farzandi bor ayol o'sha joyda nobud bo'lgan, o'lgan. Viloyatlik ayol bo'lgan, turmush o'rtog'i chet elga ishlagani ketgan, turmush o'rtog'i kelguncha o'zini chiroyli qilishni xohlagan va 2 ta farzand yetim qoldi. Arzimagan shuni orqasidan. Bu degani har qanaqa dori preparati reaksiya berishi mumkin. Sizni a'zoyingiz xunuk bo'lib butun umrga qiyshuv bo'lib qolishligi mumkin. Sizni u yerda sezgi retseptorlaringiz joylashgan, qon tomirlaringiz joylashgan. Ular uni anatomiyasini tushunmaydi-ku. Uni любой joydan bundoq qilib kesib tashlaydigan narsa emas. Xullas, aytmoqchimanki, hamma narsani o'zi mutaxassis qilish kerak va kerak emas paytlar ham bo'ladi. Masalan, biz hammaga bir ham o'tkazib bormaymiz, so'raymiz, o'zi nimaga uchun sizga kerak bu narsa. Haqiqatdan ham unga tibbiy ko'rsatma bo'lsa, qilinishi kerak bo'lsa qilamiz. Hozir aytganim eng esimda qolgan holatlardan bittasi, menda bitta viloyatli qizcha bo'lgan. Nimaga bitta narsani aytib ketaman. Nima uchun lablar bunaqa o'sadi qizlarda? Bitta vrach chiqib YouTube'da aytayapti-da, bu narsani men hamma taniydigan vrach, men bu vrach ismini aytmayman. Hamma taniydi, xalqimiz yaxshi ko'radigan vrach. Aytayapti, ayol kishi deyapti, nima uchun bunaqa lab o'sib ketadi, deyapti. Agar u noto'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, o'zini o'zi qanaqadir yo'llar bilan nimadir laqib yurgan bo'lsa, qarocha tushunishadi qizlar o'zligi. Shunaqa qizlarda bo'ladi, deyapti. Lablarni o'sib ketishi. Qizlar aytayapti, meni endi turmushga chiqmagan qiz kelyapti. Meni shunaqa deb o'ylasachi turmush o'rtog'im endi. Meni endi turmush o'rtog'im yomon qiz deb o'ylasachi. Men hech narsa qilmaganman-ku, Feruza opa, o'zi shunaqa o'sib ketdi. Men bilmayman, даже 13-14 yoshli qizcha endi qayzi boshlangan, hali hech narsani tushunmaydi. Onasi olib kelyapti. Voy, bu nima? Qarang, mana bunaqa o'sib chiqyapti deb oyisi so'rayapti, olib kelyapti. Qizcha hali unaqa narsalarni tushunmaydi. Unaqa nima deydi, bir voqealarni unaqa narsalarni tushunmaydi. U qizcha hali, u hali hech go'dak hali u, lekin unda o'tishni boshladi. Nima kimda o'sadi? Agar qizlarda qonida estrogenga nisbatan testosteron, ya'ni erkaklik gormoni dominantlik qilsa, ko'proqlik qilsa, mana shu qizlarimiz o'sadi. Bu qizlar qanaqa qizlar? Bu qizlarimiz erkak shoda xarakterli qizlar, xarakterda. Velosiped minadi, misol uchun ot minishni ham yaxshi ko'radi, o'g'il bolalar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. U o'zi bilmaydi, kichkinaligidan tabiati shunaqa uni. O'g'il bolalarning ichida yoki katta bo'lgan, bu degani u nuqsonli qiz degani emas.
u prosta unda testosteroni ozgina balandroq va unda bu jinsiy a'zosini shaklini o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu qizlarni lekin hayotda yutuqli qizlar bo'lishadi. Bu qizlarda intim hayotda juda ham aktiv qizlar bo'lishadi. Turmush o'rtog'ini baxtli qiladigan qizlar bo'lishadi. Va bu qizlar bitta maqsad qo'ysa oldiga erishadigan qizlar bo'lishadi. Bo'shashgan qizlar bo'lmaydi. Bu qizlarni hech qanaqasiga ayblash mumkin emas. Sen shunaqa ekansanki, o'zing mana bunaqa qilib yurgansan yoki mana bunaqa ishqalanishlar bo'lgan deb. Unaqa emas. Mana shu vrachga nisbatan juda ham katta e'tirozim bo'ldi. Bu qizlarga nisbatan turmush o'rtog'ini oldida hurmatini tushirib qo'yishga yoki hali turmushga chiqmasdan oldin, "Men endi nima deb o'ylaydi" deb o'ziga o'zi bo'lgan samotsenkasini tushirib qo'yishga. Turmushga chiqmagan qizlarimizga ham biz bu muolajani o'tkazish mumkinmi deb so'rashadi. Mumkinmi? Biz o'tkazamiz. Qachon ketganimizda haqiqatdan og'riq berishni boshlasa, juda ham estetik kattalashib ketishni boshlasa, turmushga chiqmagan qizlarga ham qilish mumkin. Bu ularning qizli pardasiga ziyon yetmaydi. Qizli pardas qin dahlizida joylashgan va lablar tashqarida. Tashqaridan chiroyli qilib qilinadi va hattoki bu bilinmaydi. Qilingandan keyin xuddi o'zi shunaqa tug'ilgandek chiroyli bo'ladi. Va bundan qizlar uyalishi kerak emas. Agar ularga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa, bu narsa bilan to'g'rilash mumkin. Chiroyli qilsa bo'ladi. Vaginizm o'zi nima? O'sha Instagramingizda ham vaginizm haqida aytgansiz. Shuni jaydarcha tushuntirib bera olasizmi? Vaginizm degani bu qin mushaklarini ayolning ixtiyoriga bo'ysunmagan holatda jinsiy yaqinlik paytida qisqarib qolishi. Qisqarib qoladi va ayolga og'riq beradi. Vaginizmning har xil darajalari bor o'zi. Bu bizni aynan musulmon davlatlarda ko'p uchraydi. Nimaga? Musulmon davlatlarda jinsiy hayotga nisbatan qizlarda qo'rquv bilan katta qilinadi, erkaklarga nisbatan qo'rquv bilan katta qilinadi yoki bo'lmasam travmasi bo'ladi bu qizlarning. Yoshligida qanaqadir erkak kishi tegingan bo'lishi mumkin. Men shu narsani aytmoqchimanki, qizlarni ko'p qizlar keladi-ku konsultatsiyaga. Juda ham ko'p emas, lekin bunaqa qizlarimiz bor hayotda. Tog'am bilan tashlab ketishgan, amakim bilan o'tirib turganman, kichkina qizcha edim. Tog'am ozgina kayfi bor edi yoki bo'lmasam kelgan oldimga, nimadir qilgan, eslolmayman. 3-4 sinf kichkina qizcha edim, lekin erkaklardan nafratlanaman. Qo'rquvim bor. Tegingan, nimadir qilgan. Demoqchimanki, qizchalarni o'smir yoshdagi yigitlar bilan qoldirmasliklarini yoki umuman begona erkaklar bilan, bu hali yosh qizcha-ku demaslik kerak. Qizchalarni juda ham ehtiyot qilib katta qilish kerak. Begona insonlarga qoldirishlarini men tavsiya qilmayman. Begona joylarda. Mana hozir bekorga hazillar chiqadi-ku, misol uchun, qanaqadir avtobuslarda tegajog'lik qilgan insonlar haqida videolar bor. Hozir mana shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'paygan. Ruhiy holati sog'lom bo'lmagan insonlar ko'p. Shuning uchun qizchalarni katta qilishda ehtiyot qilib katta qilish kerak. Va mana shu qizchalarda kelajakda kelib chiqishi mumkin mana shunaqangi vaginizm holatlari. Ular turmush o'rtog'i bilan juda ham qiynaladi baxtli bo'lishga. Birga aloqaga kirishishga qiynaladi. Umuman vaginizm bo'lgan qizlar bilan gaplashsangiz aytishadi. Sog'lom qizlar, ruhan sog'lom qizlar, aqlli, chiroyli qizlar. Kelishganda gaplashsangiz aytishadi. Hammasi yaxshi, biz bir-birimizni yaxshi ko'rib turmush qurganmiz dedi. Yaxshi bir-birimizni tushunamiz deydi, yaxshi gaplashamiz, lekin aynan yaqinlik paytida menda og'riq paydo bo'ladi. Men turmush o'rtog'imni o'zimga yaqinlashtira olmayman deyishadi. Yoki bo'ladi, qanaqadir mana shunaqangi zo'rlangan qizlarda bo'ladi yoki juda ham qattiq. Mana hozirgi aytganimizdek, ikkita tipda qizlar tarbiya ko'rishadi. Umuman 3 ta normada qizlarimiz normal, sog'lom psixika bilan katta bo'lishadi. Erkaklarga nisbatan sog'lom munosabatda katta bo'lishadi va ular turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lishadi. Ikkinchi holatdagi qizlarimiz bor, aytilgandek, ota-ona bilan uzilib qolgan, munosabatlarda muammo bor va tashqaridan mehr qidirib erta jinsiy hayotga kirib ketib qoladi. Va uchinchi muammoimiz bor, o'ta kuchli, qattiq siqilgan qizlar, erkaklardan qo'rqitilgan qizlar. Va mana shu qizlar ham demak erkak kishi bilan yashash o'ta qo'rqinchli, kuchli himoya mexanizmi paydo bo'ladi va ularda ana shunaqangi turmush o'rtog'ida bilan munosabatda kuchli aloqa qila olmaslik hissi paydo bo'ladi. Bu qizlarimiz kelganda ko'rsangiz mana bunaqa narsa bor. 2 yillab yota olmagan turmush o'rtoq bilan. Turmush o'rtoq sabr qilib kelgan, yaxshi ko'radi, haydab bora olmaydi. 1 yil, 2 yil, 5 yillab yurgan qizlar bor. Bitta qizim bo'lgan, Qoraqalpog'istondan kelgan, 3 yil shunaqa turmush o'rtoq bilan yaqinlik qila olmagan. Kelganda biz ular bilan psixoterapiyalar o'tkazganmiz. Hozir aytib o'tganim seksologiya bo'yicha o'qiganman, ozgina psixologiya bo'yicha o'qiganman. Shuning uchun qizlar bilan shunchaki ginekolog sifatida emas,
gaplashganimizda do'stona gaplashamiz, ruhiy muammolarni ham gaplashib ketamiz. Shuning uchun konsultatsiyam sal uzoqroq bo'lib ketadi ba'zida. Qizlarchi har doim ham sizga faqat kasalligi bo'yicha kelmaydida, gaplashganingizda ular o'zida yolg'iz his qilib kelishadi. Qanaqadir qo'rquvlari bo'ladi. Mana aytganimiz yo tug'ruqdan, yo turmush o'rtog'idan yoki qanaqadir muammolari bilan yoki chuqur depressiyada, tushkun kayfiyatlarda kelishadi. Biz ular bilan ham ozgina yengil ruhiy podдержка berib borib, ham tanasi bilan ishlaymiz-ku. Sog'lomlashtirish bilan ishlaymiz. Tanasidagi defitsitlarni yopamiz, kasalligini davolaymiz, surunkali yallig'lanishlarni davolaymiz. Ayol birdan o'ziga qarashni boshlaydi, birdan chiroyli bo'lishni boshlaydi. Har tomonlama. Ruhiyatini davolamasdan tanasini ham 100% davolay olmaysizda. Shuning uchun o'ylaymanki, vrachlar uchun psixologiya o'ta muhim. Mana shu qizim kelgan vaqtida biz u qiz bilan psixoterapiya ham o'tkazdik. Vaginizm bo'yicha ozgina lecheniya o'tkazganimizda shu qizimiz turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lib ketdi. Juda ham keyin keldilar. Feruza opa, menda hammasi yaxshi. O'sha anaqa homilador bo'ldim deb kelganlar. Va hamma u qizlar hamma yon shu bilaman, bu narsa qilishim kerak, homilador bo'lishim kerak, hamma qaynonam hamma majbur qilyapti, qachon bolali bo'lasan deb. Lekin nima qilay, bu menga bo'ysunmaydi deydi. Uni ham har xil darajalari bor. Yengil darajada ginekologga ko'rsata oladi ular, ko'rinadi va turmush o'rtog'i bilan yengil aloqa boshlanadi, lekin oxirigacha aloqaga ruxsat bera olmaydi. O'rta darajalari bor. Bu qizlarimizda qo'rquv kuchliroq bo'ladi. Nisbatan ginekologga ko'rsatishga biroz qiynaladi. Umuman turmush o'rtog'ini yaqinlashtirmaydi. 3-darajadagi tip qizlar bor. Umuman ginekologga ham ko'rsatmaydi. Hattoki jinsiy hayot haqida o'ylasa og'riq paydo bo'ladi. Ular o'ylashdan ham qo'rqadi bu narsani. Va bularga psixiatr kerak, psixoterapevt, psixolog emas, psixiatr kerak bo'ladi hattoki-da. Ginekolog ham hatto muammosini hal qila olmaydi. Shuning uchun vaginizm boshlanish etapidayoq bularni darhol ginekologga olib kelish kerak, darhol muammosiga yechim qilish kerak. Buni o'sha aytganimizdek psixoterapiya usuli bor, o'zimizda shaxsiy metodikalarimiz bor. Bundan tashqari bir martalik og'riqsizlantiruvchi ukollar va bundan tashqari botulin terapiya usullari bor. Ya'ni o'sha qisqarib qoladigan qin mushaklarini bo'shashtiruvchi inyektsion usullar bor. Mana shu usullardan foydalanamiz. Demak, yo'llari ko'p. Yo'llari ko'p. Demak, Feruza opa, shu joyda bitta narsani aytmoqchi edim. Xulosa o'rnida ota-onalarga yoki bo'lmasam o'sha homilador ayollarga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa ayting, sizga imkoniyat beramiz. Ota-onalarimizga umuman agar siz homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, homiladorlikka hech bo'lmaganda 3 oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlang. O'zi 6 oy oldin deb tayyorgarlik ko'rsangiz yana ham yaxshi bo'ladi deb ayta olaman, chunki bitta sog'lom tuxum hujayrani chiqishi uchun 6 oy vaqt ketishi tasdiqlangan. Hech bo'lmaganda 3 oy oldin, 6 oy oldin halol ovqatlanishni boshlashingizni, sog'lom ong bilan farzand ko'rishga tayyorgarlik ko'rishingizni tilab qolgan bo'laman. Va bundan tashqari taningizni albatta sog'lomlashtiring. Tasodifan bo'lib qolgan homiladorlikda asoratlar ko'p bo'ladi, hattoki tug'ruqda, tug'ilgandan keyin bolani o'zida ham kasalliklar ko'p uchraydi. Shuning uchun tanani sog'lomlashtirish, gemoglobinni ko'tarishda, oddiy tishlaringiz yemirilib ketmasligi uchun kalsiy, vitamin D, fosfor, umuman mineral almashinuv bilan qarab qo'yishimiz. Umuman tayyorgarlik. Oddiygina check-up, ya'ni bu bitta qon topshirish bilan tanadagi hamma muammolarni davolab, undan keyin homiladorlikka tayyorgarlik, homiladorlik etapida ham o'zingizga e'tiborli bo'ling, har oy shifokor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Bu sizga nima beradi? Bu sog'lom farzand beradi. Sizda xavotirsiz homiladorligingiz o'tishiga sababchi bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizda qulog'i tinch bo'ladi, birinchi o'rinda. Chunki sizning xavotiringiz, qo'rquvingiz yo'q bo'lsa, nima deymiz, ruhiy holatimiz sog'lom bo'ladi-da. Qo'rquvlar qancha inson bilimli bo'lsa, qo'rquvi shuncha kamayib boradi. Tug'ruqda ham, homiladorlikda ham, onalikda ham hattoki. Ona bo'lganingizdan keyin ham farzandingizni mana bir marta kasal qilmasdan katta qilayotgan onalar bor. Kasalxonadan bosh chiqmasdan yurgan onalar bor. To'xtamay uyiga tori tashiyotgan otalar bor. Har xil vaziyatlar. Buni sababi bu taqdirgina emas faqat. Bu narsaga biz o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Tanamizni ehtiyot qilishimiz, tanamizni qanchalik tushunishimiz, farzandni, bolani ruhiyatini tushunishimiz, bola nima xohlayotganini tushunishimiz kerak-da. Uni kasal qilib qo'yishimiz ham o'zi aslida bilimsizligimizdan bo'ladi. Men qo'rqmasdan ayta olaman, mana 3 ta farzandim, 8 yosh, 6 yosh va yaqinda 6 ga kiradi, uchinchi farzandim yaqinda 3 ga kiradi. 3 ta farzandim bilan biz birorta kasalxonada yotmaganmiz. Buni maqtanish uchun aytmayapman, bu kibr uchun ham aytmayapman, bu mumkin demoqchiman. Bu narsa mumkin. Shunaqa ulg'aytirish mumkin. Antibiotiksiz katta qilish mumkin.
biz lekin hamma privkalarni olamiz. Aytishadi-ku, privka olish kerak. Biz bu narsalarga qarshi emasmiz. Agar sizni homiladorligingiz sog'lom o'tgan bo'lsa, bolangizda privka olsangiz ham kasalliklar kelib chiqmaydi, qizlar. Antibiotik olmasdan bolangizni sog'lom katta qilishingiz mumkin. Sog'lom ruhiyatda katta qilishingiz mumkin. Chempion yoki bir qanaqadir olim bola katta qilish uchun onani o'zi tayyor bo'lishi kerak, ona bilimli bo'lishi kerak. Aytmoqchimanki, hamma narsa uchun bilim yotadi. Ko'proq tibbiy bilimlaringizni oshirishingiz kerak. Va albatta ruhiyatingiz bilan hamma narsa bilan tengma-teng ishlab borishingiz kerak. Podkastlarni ko'proq kuzatishingiz kerak, chunki podkastlarda katta nima deydi, bilimlar beriladi, tajribalar, bilimlar ulashiladi. Shuning uchun mana shunaqangi taklif qilganingiz uchun rahmat podkastga. Bugungi intervyuda ham Feruza opa o'zlarini bilimlarini qo'ldan kelgancha berdilar, chunki bu hali nechidandir bir qismi edi. Agarda siz Feruza opani qidirib qolsangiz, mana bu yerda biz raqamlarini qoldiramiz yoki mana shu yerda Instagramlari ham bor, bemalol topib murojaat qilishingiz mumkin. Feruza opa kelganingiz uchun rahmat sizga. Shunaqa ma'lumotlarni berganingiz uchun. Demak, bugungi intervyumiz 11 yillik tajribaga ega bo'lgan ginekolog, akusher hamda reproduktolog, to'g'ri aytdimmi? Feruzaxon Rahimova bilan edi. Rahmat Feruza opa. Rahmat. Keyingi intervyularda ko'rishguncha. Hammangizga rahmat qizlar. E'tibor uchun, vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.